Avvalambor islom haqida masalan hozirgi kungacha shuncha odam ilmiy tadqiqot qilgan bo'lsa, islom haqida hali bizda to'liq tushunchani o'zi yo'q. Ko'pchilik o'ylaydi, Alloh taoloning farzi va sunnati faqatgina, diqqat qiling, faqatgina namoz, faqat ibodat, faqat o'sha masjiddan chiqmasdan anaqa ibodatda o'tirish, roza, zakot deb o'ylaydi. Ko'chada xohlagan ishini qilib yuriydi, xohlagan odamini masalan ko'nglini ortib yuriydi, uyga kelsa yana 5 vaqtini o'qib ketaveradi. O'qisa agar birinchidan hech qachon unaqa yozmaydi bu bir. Ikkinchidan kimdir dindor bo'ladimi, dinsiz bo'ladimi, nimadir ijtimoiy tarmoqqa chiqaradimi, unga hech qachon e'tibor qilmaydi. Ikki. Chunki islom din boshqalarga emas, o'zidan ayb qidirishga o'rgatadi avvalo. Hissiyotga asoslangan. Lekin islomning ichida faqat hissiyot degan anaqa yo'q, lekin ichida uni fundamental ma'lumotlar bor. Mo'mina ayollar, muslim erkaklar uchun ketdi. Hammada o'sha narsa. Sababi ular g'uluvga ketdi, dinda chuqurlashib ketdi. Yahudiylar masalan Bani Isroil qavmi bir kunda 70 ta payg'ambarni qatl etishgan. Narigi taraflarda yo'q joydan boyagi hali Zamzam qayerdaligini ko'rsatmagan emas, Zamzam ichib turgan bo'ladi. Yoki bittasi disiplina chekkaga chiqib tasavvur qiling nima qilayotgan bo'ladi. Nos chekayotgan bo'ladi. Bu shunchaki oddiy bir narsa etilayotgan. Undan battarlarini men etmayman, parda orqasida qolaversin. Hammaga salom, yana Plus podcast. Biz mehmonlar bilan podcastimizni davom ettiramiz. Bugun bizda juda ham bir nima deydi, sizlar kutmagan mavzularda gaplashiladigan podcast bo'ladi. Bugun bizning mehmonimiz Bobur aka Egamberganov. Bugun biz jamiyatdagi islom diniga oid va uni atrofida nima deydi bo'ladigan ba'zi bir soxta, fake narsalar haqida gaplashamiz. Bobur aka O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasining magistranti, bakalavrni ham o'sha yerda tugatganlar, bakalavrni tugatib 1 yil Saudiya Arabistonida yashaganlar, o'qiganlar va o'sha yerga boradigan bizning mamlakatdoshlarimiz, nima deydi, yurtdoshlarimizga haj safarini qiladiganlarga 50 boshchilik ham qilgan. Menimcha juda qiziq, menimcha juda qiziq podcast bo'ladi bugun. Juda qiziq bo'ladi. Biz obunachilarimizga. Ayniqsa biz ham obunachilarimizga ham. Birinchi boshlashimiz kerak bo'lgan masala o'zi umuman hozirgi tendensiya haqida nima deya olasiz? Masalan, biz o'ylaymizki, qanaqadir radikallashuv xuddi oshib borayotgandek oxirgi paytlar. Sizga ham shunaqa narsa kuzatiladimi? Imindan o'zbek jamiyatida, o'zbek internetida deylik, ko'chadagi odamlarda emas, imindan ijtimoiy tarmoqlarda. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringiz bilan tanishganimdan xursandman. Savolingizga javob o'laroq, mana radikal dedingiz. Birinchidan o'sha radikalni o'zini turlari bor-da baribir. Ya'ni tipologiyasi bor. Sotsial radikallar bor, siyosiy radikal bor, irqiy radikal bor, ya'ni faqat o'zini irqini ko'taradigan radikallar bor. Va siz aytganingizdek o'sha diniy radikal bor. Endi bu diniy radikalga masalan, hozir prosta bir aytib o'tib ketish uchun diniy radikalga siz masalan nimadir to'g'ri narsani aytayotgan bo'lsangiz, rost narsani aytayotgan bo'lsangiz, uni rad etadi. Yana siz o'sha narsani yana aytasiz, yo'q bu joyda mana bunaqa kelgan deb siz aytaverasiz. U odam bo'yin egmaydigan va rost narsani tan olgisi kelmaydigan toifadagi kishilar bo'ladi. Diniy radikal. Uni siz 1000 haqiqat narsani olib chiqing, 1000 siz Qur'oni Karimni olib chiqing, 1000 siz hadisni olib chiqsangiz ham u bo'yin egadigan toifadan bo'lmaydi. Bu radikal. Endi yana bitta termin bor, bu diniy mutaassib kishilar bor. Dinga ya'ni aniq qilib aytganda mukkasidan ketgan kishilar bor. Radikaldan buni nima farqi bor desangiz, diniy mutaassib odamga misol dalil keltirsangiz, u yoki bu narsani aytsangiz, oxirida bo'yniga ha bu to'g'ri gapiryapti deyishligi mumkin. Lekin radikalda chunki u tushunadi, xuddi dinga mukkasidan ketgan bo'lsa ham, dinda u bu narsani tushunadi. Radikal odamda unaqa bo'lmaydi, u ko'p yillardan buyon o'sha narsa, o'sha g'oyaga o'tirib qolganligi yuzasidan o'sha narsani tutib oladi. U boshqa narsa o'rganmagan ham, tushunmaydi ham. U faqat o'sha g'oyani tarafdori bo'ldi. U undan boshqa narsani ko'rmaydi. Mutaassib, diniy mutaassib odam o'zi
u bu narsani bilgan, u bu narsani tushunadigan va masalan siz u yoki bu narsani hadis yoki Qur'onda aytsangiz, ha bu rostdan mana shu joyda kelgan deb, u keyin aniq qilishi mumkin. Ya'ni diniy mutassib odamni normaga tushirib, oddiy dindor holatda aniq qilish mumkin. Lekin radikal odamni siz ming gapirsangiz ham unga foydasi bo'lmaydi. Lekin bu yerda bitta savol tug'iladi. Bu narsani o'zi chegarasi qayerda? Ya'ni biz qayerdan boshlab biz uni masalan radikal deyishda boshlashimiz mumkin? Endi o'sha joyda boyagi yana savolingizga qaytamiz. O'sha narsa diniy mutassib deganingiz yoki bo'lmasa radikal degan narsa oddiy jamiyatda, masalan, men shaxsan o'zim jamiyatda kamdan kam kuzataman. Ya'ni mutassibmi? Ya'ni hayotda radikal. Masalan, mana gaplashyapmiz, u metroda u yoq bu yoqda yurimiz, oddiy masalan odamlar. U radikal mutassibi ko'pincha internetda kuzatilayotgan narsa, meni nazarimda. Chunki как будто bu mas'uliyat yo'q deb tuyuladi. Masalan, ko'chada 100 minut tursangiz, yuzingizga qo'yib yuborishi mumkin-da. Aynan. Qattiq gapirsangiz. Hozirda u masalan diniy mutassibmi, radikalmi uchrashish mumkin bo'lgan joy diniy muassasalarda, masalan, masjidlarda, misol kirsangiz yo tahorat olayotganingiz yo masjidga o'tirayotganingizda kimdir sizga gaplashib mumkin, unaqa qilma, bunaqa qilma deb masalanda endi. O'shandan masalan farqlab olishingiz mumkin. Bitta tipologiyasi. Endi siz oyog'ingizni qanaqa yuvishingizgacha aralashadi. Oyog'ingizni qayergacha yuvasiz, ko'yligingizni qayergacha osilib turishi kerak yo osilmay turishligi kerak masalanda bo'lishi mumkin. Endi siz aytgan o'sha dindorlikning darajasi, masalan, Qur'onda bir oyat borda, adashmasam Baqara surasi 208-oyatda bir chiroyli oyat keltiriladi. Ya ayyuhallazina amanu udkhulis silmi kaffatan degan oyat bor. Kichkina boshi bu. Bunda nima deyilyapti? Alloh taolo aytayaptiki, ey iymon keltirganlar, islomga to'lig'icha kiringiz deyapti. Mantiqqa qarang. Ey iymon keltirganlar, islomga to'lig'icha kiringiz deyapti. Ya'ni o'zi asli iymon keltirsa, o'sha Allohning borligiga iymon etsa, masalan biz ham musulmon deymiz, dindor deymiz. Lekin davomida yana kelyapti, islomga to'lig'icha kiringiz deyapti. Bu joyda o'zi yo ko'pchilik o'qib aniq qilmaydi, e'tibor bermasligi mumkin, lekin bu asosan savol. Bu iymonni bu yoqda, ya'ni iymon keltirganlar deb aniq qilyapti, bu yoqda yana islom haqida aniq qilyapti deyiladi. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, musulmon degani yoki dindor degani biron bir amalga qattiq aniq qilgan yoki bo'lmasa o'sha aynan bosib namoz o'qiydigan bir toifalar bor. Ya'ni qattiq namoz o'qiydigan, doim, ya'ni namozida oshirib yuboradiganlar bor. 5 vaqtdan tashqari yana nafl ibodat qilib, men ishlamayman, faqatgina namoz o'qiyman toifasidagi kishilar borda. Bu kabi kishilarga dinda g'ulu ketganlar deydi, g'uluga ketganlar deydi. Va yana bir toifa kishilar bor, bular Alloh taologa iymon keltirgan, ya'ni misol qarasangiz amalida, qilayotgan ishida, o'qiydi, ishini bajaradi, halol rizq topadi, o'zini kasb faoliyatini qiladi. Agar gapirsangiz, bu odatiy mana bu dunyosida yashayotgan hayotiga bu qattiq ta'sir qilmaydi. Aynan. Bittasi aralashtirmaydi mana bu suhbatlarda, nimalarda aralashtirmaydi. Ikki toifa haqida gap ketyapti. Bittasi iymon keltirgan va o'zini ishlari, faoliyati bilan yuraveradi. Bo'ldi. Balkim namozni o'qishi mumkin va hokazo. Masalan, va yana islomga kiringiz degani to'lig'icha islomga kiringiz deyapti. Bu yerda nima nazarda tutilyapti deyilsa, bunda islomning o'zining tag ma'nosini ko'rish kerak-edi. Avvalambor islom haqida masalan hozir kungacha shuncha odam ilmiy tadqiqot qilgan bo'lsa, islom haqida hali bizda to'liq tushunchani o'zi yo'q. To'liq. Masalan, islom bizada deganda insoniyatda deyapsizmi yo bizning jamiyatda demoqchimisiz? Umuman hamma joyda. Masalan, islom haqida kimdir salomatlik deydi, kimdir tinchlik dini, kimdir xayr deydi, va hokazo. O'sha ta'riflar ko'pda, muayyan bittasi yo'q demoqchiman ya'ni. Hamma har xil talqin qiladi. Hamma har xil talqin qiladi. Aynan, talqinlari har xil. Endi buni qarang, o'shaning uchun islomga kiringiz degan ma'nosini ko'rish uchun aynan islomning lug'aviy ma'nosini ko'rish kerak. Islom aslamadan olingan bo'lib, bu bo'ysunmoq degani. Ya'ni Alloh taoloning farzlariga va payg'ambar alayhisolamning sunnatlariga bo'ysunish. Endi eng katta xato ana shunda ketadi. Ko'pchilik o'ylaydi, Alloh taoloning farzi va sunnati faqatgina, diqqat qiling, faqatgina namoz, faqat ibodat
faqat o'sha masjiddan chiqmasdan anaqa ibodatda o'tirish, ro'za, zakot deb o'ylaydi. Vaholanki Alloh taologa bo'ysunish bu degani axloq degani, bu degani ma'rifat degani, bu degani muomalat degani, bu degani savdoda o'sha tarozidan urib qolmaslik degani, bu ijtimoiy adolat degani, o'zaro yaqinlik, oila masalan ichiga hammasi kirib ketadi. Lekin bugun nima kuzatilyapti? O'shanda farqlilik, ya'ni namozimni 5 vaqtimni o'qisam bo'ldi, uyga chiqib ketadi, kimdir dilini og'ritadi, ishida kimdir bilan kelisha olmay qoladi va hokazo. Ya'ni ko'chada xohlagan ishini qilib yuriydi, xohlagan odamini masalan ko'nglini og'ritib yuriydi. Uyga kelsa yana 5 vaqtini o'qib ketaveradi. Nimaga bunaqa qilyapsiz? Axir siz namoz o'qiysiz desa, bo'ldi, men namozimni 5 vaqtimni o'qiyapman, mendan so'ralgan shu boshqasi menga anaqa qilmaydi deydi. Vaholanki xo'ja ko'rsinga bo'lib qolyapti. Mana shu yerda qiziq tendensiya bor-da, masalan, ba'zilar bu ham yana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinadigan tendensiya, vaynlar qilishadi, qanaqa video qilishadi, ham diniy ibratli video qilishadi. O'sha yerda psixologik nuqtai nazardan bitta tendensiya kuzatiladi, ya'ni masjidga borib namozga o'qiyotgan odam, personaj, obraz yoki odam, balki ko'cha-kuyda ham bu narsa sezilar. O'zini namoz o'qimaydigan yoki masjidga bormaydigan musulmon yoki musulmon emas, umuman boshqa odamlardan nisbatan xuddi o'zini teparoqqa qo'ygandek. Ya'ni tepadan turib gaplashishni boshlaydi. Men o'ylayman, bu ham qanaqadir o'sha noto'g'ri, ya'ni kibrcha kulgili narsa bo'lib ketadi-yu, shu tomonga yaqinroq o'zini tutishdi deb o'ylayman-da. Ya'ni masjidga borish va namoz o'qishni prestij, ya'ni qanaqadir bir, qora jentrada yurgandek narsa sifatida ko'rsatishadi. Lekin ibratli vayndagi nima hayotga to'g'ri kelmaydi. Do'konga borasiz, qatgadir hojaga deb turib kiydirib tashlaydi hammasi. Shunaqa chiroyli gapiradi, hammasi bilan gapiradi, lekin kiydirib turadi. O'zi ham bilib turadi katta ehtimol. Bilmasdan qilmayaptilar. O'sha bu ko'pincha bolalar, yoshlar orasida ko'proq uchrayapti. Endi yana boyagi masalaga qaytaveradi. Masalan, odam ibodatini qilsa, boshqa qilsa, yana boshqalarga dilozorlik qilsa va hokazo. Ya'ni ibodat plus gunoh amallarini bemalol qilib yuraversa, ana shu odamlarni bemalol tanqid qila olasiz. Nimaga? Sababi u boyagi oyatga to'g'ri kelmayapti-da. Islomga to'lig'icha kirmoq degani bu faqat namoz, ibodatda bo'lmayapti-da. Bu aqlda bo'lyapti, bu odobda bo'lyapti, bu xulqda bo'lyapti, o'zini tutishida bo'lyapti, madaniyatida bo'lyapti. Nima kiyim kiyyapti, qanaqa ahvolda kiyyapti? Masalan, poklik masalasida kirmi kiyimini yo rasvo ahvoldan masalan deb bo'lishi mumkin-ku. Aynan ana shu joygacha to'liq kirishlik masalasi bu yerda ko'tariladi aslida oyatda. Lekin bugungi kunda dindorlik deganda aynan namoz, ibodat, ro'za, zakotlar tushunilyapti. Bu eng katta xatoyimiz. Ikkinchidan, qaysi odam dindor bo'ladi desangiz, namozini o'qiydigan, o'sha kategoriya, ro'za bo'lsa ro'za tutadi va plus siz u odamda masalan gaplashyapti, muomala masala qilyapti, u hech qachon o'zini siz oldingizda dindor, men namoz o'qiyman kabi ko'rsatmaydi. Iloji boricha yashiradi. Chunki mana masalan o'sha yoshlar bolalar deyapmiz-ku, vayn qilyapti, boshqa qilyapti. Yo diniy radikal yoki bo'lmasa mutassib mabodo kommentariyada birdan so'kib boshlaydi, onangni deb boshlaydi. Onangni deydi-da, bu yoqda o'sha islomimizda deb gapirib ketadi. Bilasizlarmi? Ko'rganmisiz shunaqa kommentlar? Onasidan so'kadi, o'zini qarg'aydi. Keyin bu yoqda bizni islom dinimizda deb yozib ketadi. Bitta qatorda hammasiga. Bu o'sha radikal bo'ladimi? O'sha ijtimoiy tarmoqlarda masalan yozayotganlarga, masalan bir 300 talab, 500 talab dinga oid kitob bersangiz, baboda o'qimasligi mumkin. Masalan, o'qimaydi. 100% o'qimaydi. O'qisa agar, birinchidan hech qachon unaqa yozmaydi bu bir. Ikkinchidan kimdir dindor bo'ladimi, dinsiz bo'ladimi, nimadir ijtimoiy tarmoqqa chiqaradimi, unga hech qachon e'tibor qilmaydi. Ikki. Chunki islom din boshqalarga emas, o'zidan ayb qidirishga o'rgatadi avvalo. O'zini tuzatishga ko'pincha o'rgatadi. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardan boshqa joyda dinga osilayotgan yoki dinni din asosida kritika qilayotganlar, tanqid qilayotganlar yo o'qimagan bo'ladi, yo bo'lmasa 2-3 ta kitobni o'qib fatvo berayotgan xushturnoy ichidagi mullalar bo'ladi. Qanaqada fanatik bo'lib oladi-da, o'zi ozgina narsani bilib qo'ydi, bo'ldi, hammaga aytish kerak o'sha narsani. Hammani ishiga aralashishni boshlaydi, o'zi oxirigacha qilib qo'ymaydi o'sha narsani. Lekin qolganlar ishiga burun suqishni boshlaydi darrov. Bizda aytdingiz-ku, odam o'zidan ayb qidirish kerak deb.
teskarisida birovdan ayb qidirish. Ha, Birov bo'ysunyaptimi O'zi yo'qmi? endi bajarish Birov o'sha boshladi-da, qonun boshqa qoidalarni narsa. qilyaptimi yo'qmi? Tahorat to'g'ri qilyaptimi? Anaqa nimani oyog'ida turdimi teparoqqacha yo'qmi? Oyoqda to'g'ri yurdimi yo'qmi? Birovdan topishga nima ko'proq keyin anavi bor. Mullalar deysiz-ku, hammasiniki qandaydir bitta guruhday bo'lib ketyapti, hozir bilasizmi? Men paloncha degan domla bo'ladi. Uni qanaqadir xalqatvori, nimadir gapiradigan temasi bor. Uni orqasidan ketadiganlar bor. Yana bitta domla bor. Uni ham o'zining Instagram akkaunti bor. Tam 1 million, 1,5 million ikkovda ham uni orqasida yuradiganlar bor. Buni izdoshlari yomonlashi mumkin. Buni izdoshlari qancha ikkalasi ham bir xil dinda, bir xil nima. Bitta bir xil narsa, bir xil e'tiqod, bir xil din, bitta mazhab, hammasi Men bitta. balki uzr вообще не в temu hozir sal bo'lib qolar. No, masalan, уже qo'polroq tomonga ketib qoladi. Masalan, Suriyada masalan kofirlar bilan urushamiz deydi-yu. Ularda o'z xos Suriya ancha nima deydi, tinchlik tomon qarab ketyapti-yu. Shu paytgacha bo'lgan nimasini aytayman. Ularda ham tadqiqotlar, o'rganishlar bor. Shu yerda ham guruhlar aslida musulmon bo'ladi. Masalan, 4 ta guruh, hammasi musulmon bo'ladi. Prosta ular nimandir har xil qiladi va qarashlari har xil, bir-birini kofirda bir-birini o'ldiradi-da. Yana shu darajaga borib ketib qoladi-da odamlar. Radikalizmning Bu orqasida. o'sha tafriqalanishda, ya'ni bo'linib olish, ijtimoiy yoki diniy o'sha bo'linib olishidan. Bilasizmi, agar masalan sizga masalan anchagina kitob o'qigan bo'lsangiz, psixologiyami yo siyosatmi, Har xil yo'nalishda. har xil masalan yo'nalishda puxta kitob o'qigan bo'lsangiz va bitta orator chiqib, o'sha orator gapga yoqsa, siz menga gap yoqdi deb qo'yasiz va kuzatib yurisiz. Yana bitta orator chiqadi, uni ham gapi kitobingizga tushadi, u ham yoqadi. Yana bitta orator chiqadi, uni ham gapi kitobga to'g'ri keladi, uni ham gapini olasiz. Hammasi joyida. Bittasiga munkaydan ketmaysiz. O'qigan bo'lsangiz lekin. Skeptik qarab turasiz-da baribir gaplariga. Aynan. Agar siz o'qimagan, siz umuman tushunmaydigan bo'lsangiz, lekin bu yerda turgan orator nimadirga sizni boshlayotgan, nimadir g'oyani ilgari surayotgan bo'lsa, o'shanikini tutib olasiz. Uni gapidan, chiqqaniga qarab ketadi. aynan. U nimaga o'shani tutib olyapti? Sababi birinchidan o'zi o'qimagan va mabod endi bu yerda o'qimagan deganim bu tanqidga anaqa bo'lib qolmasin, sababi o'qiganlari ham bor. Lekin haqiqiy masalan dinni o'qigan odam, masalan bir imom domla chiqsa, nikoh masalasi hadislarda, Qur'onda bir xil masala. Yana bitta ulamo chiqadi, u ham nikohni aytadi. Nikoh masalasi o'sha narsa. Ya'ni o'zgarish mutlaqo hech birida yo'q. Aslida hammasi bir xil narsani gapiradi. Bu yerda faqat o'shani gapirayotgan kishini o'zini tutishida, yetkazib bera olishida, qanaqa gapiryapti, qanaqa tonda, qanaqa tempda gapiryapti, o'shani bir tanlab olishadi. Lekin o't minus taraf gap domlalar bo'ldi. O'zinikini haqiqiy anaqani aytdi, mazmun mohiyatda aytdi. Gap uje ularda bo'lmayapti. Gap pastdagilarda uje bu gapiryapti, buniki zo'r, bu gapiryapti, bu anaqasini qo'shib qo'ydi. Chunki kimdir masalan nimandir o'rtaga qo'shib qo'shimcha qiladi, kimdir qisqa qilib kesib qo'yadi. Yo'q, mumkin emas. Yo bu narsa mumkin, yo bu narsa xato deb qisqa qilib aytib qo'yadi. Bu endi o'ylashtirib olish mumkin. Ha, bu endi odamning o'ziga bog'liq. O'sha tarafdan o'sha ko'pchilik pastda o'sha turganlar o'shanga qarab tafriqalanib oladi. Bu o'zini ichidagi o'sha jamiyatning ichidagi anaqada muammo lekin. Gap u tepada unga gapirayotgan imom domlalarda emas. U haqiqatni aytib prosta chiqib ketadi, bo'ldi. U bo'lmasa u o'tirib, gap talashib boshqa anaqa qilmaydi. Ma'ruza qilsa shu jumada yoki onda-sonda namozdan keyin ma'ruza qilib ichkariga kirib ketadigan odam ular masalan. Ya'ni o'zlarining ishlari bilan shug'ullanadigan odam. Hamma narsa pastda o'sha narsani eshitayotgan, o'sha narsani anglab o'tirgan odamlarda. U agar o'qimagan bo'lsa, u agar o'sha narsani ta'limini ko'rmagan bo'lsa, bu o'sha kishini aybi. Yana bitta psixologik faktor ham bor-da. Masalan, deylik siz bitta gapni, masalan, bitta fikrda yoki dunyo qarashda kimdirdan mana eshitdingizda, o'sha bo'yicha yashashni boshladingiz qanchadir muddat. Даже kimdirlarga aqllilik ham qildingiz u gap bo'yicha-da. Oradan kimdir chiqyapti-da, что sizni boyki qarashingiz, fikringiz, g'oyangiz bo'yicha, g'oyangizga qarshi bo'lgan qanaqadir narsani aytdi-ku, siz avtomatik uni noto'g'ri tushunmaydigan, o'qimagan chiqarasiz. Inson tabiatida bor narsa bu. Nimaga? Chunki insonni shu vaqtgacha qilgan harakatlarini, ko'lami yoki shu vaqtgacha qilgan harakatini noto'g'ri ekanligini anglashdan yoki uni shubha ostiga qo'yishdan ko'ra, uni tushunmaydigan va bilmaydigan odamga chiqarish osonroq va tabaqalanish osonroq. Ana ko'rdingizmi, bu nima desa bo'ladi?
instinkt bu hayvonlarga xos-ku, insonda unaqa instinkt hayvoniy anaqa bo'lmaydi. Insonni o'zini sezgilari shunaqa ishlaydi-da, o'zini himoya qilish anaqasi. Insonda ham instinkt bo'ladi aka. Yo'q, Prosta hayvonlarda boshqacha instinkt, u insonlarda boshqacha instinkt. Balkim shunaqadir. O'sha inson o'zini himoya qilishida masalan ishga tushadi, o'sha siz aytayotgan narsa. Lekin o'shani teskarisi islomda-da. Ya'ni men boya nimaga o'sha narsani yana qat'iy to'xtalyapman? Chunki o'rgatadi. Ya'ni ta'lim beradi. Yo'q, boshqa birovga qo'lingga aniq qilib uni ko'rsatuvchi bo'lma. Boshqa o'zingga qarachi, o'zingga ahvoling qanaqa ekan degan narsalar bor. Lekin ularni o'zingni isloh qil deyshadi-ku. O'zingni isloh qil deyshadi. Odam agar o'zi o'qimasa, boshqa qilmasa, befoyda u jumaga borasiz, namozga 5 vaqtga borganingizda ko'pincha amaliy narsalarni masalan gapirishlari mumkin. Namozga oid, tahoratga oid, lekin u ma'rifiy kitoblarni odam masalan ko'pchilik ana kitob do'konlarida turibdi, deyarli ko'pchilik masalan o'qimayapti. Menga bir kishi aytdilar, men ma'ruza o'tayotgandim. Kursdagi psixologik bir kurs o'tadigan kishi aytdi. Dars o'tayotgandim, bitta hadis aytdim ayollarga dedi. O'shandan keyin meni olib kirib ketishdi dedi. Keyin nimalar deyishdi o'shanda desam, mana shu hadis haqida gapirishdi. Sen shunaqa hadis aytding, nimaga o'sha hadisni aytasan deb menga aytishdi dedi. Aytdim, nima bor ekan u hadisni aytganingizda dedim. Bilmayman, o'sha hadisni aytganim uchun meni olib ketishdi. Keyin men undan so'radim. Chunki hadisni menga aytib berdi, u hadisni lafzlari tushib qolgan, roviylari ham tushib qolgan, kimdan aytilgani, mazmun mohiyatini aytdi. O'shandan bilib oldim o'sha hadisligini. Keyin men undan so'radim, o'sha qayerda o'qib oldingiz o'sha hadisni? Internetda dedi. Keyin men unga savol berdim. U chunki aytayapti, Imom Buxoriyda kelgan ekan. Ikkiyapti bir Imom Buxoriyda kelgan ekan deyapti-da. O'shanda ham mazmunini aytib, keyin Imom Buxoriy deganiga meni kallamga keldi qaysi hadisligi. Keyin oddiy bitta savol uje ketdi. Men savol berdim. O'zi ana kitob do'konlarida Sahih Buxoriyni adashmasam 8 ta tomi bor, oltin silsilasi. O'sha o'qiganmisiz o'zi desam, yo'q dedi. Bu tekshirilmaganda. Lekin u dars beradi boshqa. To'g'rimi? Kurs o'tadi. Qanday kurs? O'sha psixologik. Qanday psixologik kurs? O'sha o'zingni sev, o'zingga tutur. O'sha keyin hadis ham aytadimi u yerda? Endi hadisni endi aniq qiladi. Motivatsiya beradi o'sha bilan. Olib kirib ketishgan internetdagi hadislar. Dindor qilib o'sha mavj uryapti-da hozir. Ochko Masalan, hozir prosta o'ylab topsangiz narsani pastda Imom Buxoriyni yozib qo'ysangiz, nechta odam o'qigan, nechta odam ishonadi. Masalan, sizga o'xshaganlar odamlarga yoqadigan gap aytsangiz bo'ldi. Sizga o'xshaganlar chiqishi mumkin-da. Masalan, вот, кстати, sizga o'xshaganlar chiqishi mumkin. Nima uchun dinshunoslar muhim jamiyatda? Ular chiqishi mumkin-da, aytishi mumkin. Qaranglar, internetda mana bunaqa narsa tarqaldi. Imom Buxoriy aytganda yozib qo'yibdi. Imom Buxoriy bunaqa narsa aytmagan. Вот, любой man shu hamma kitobni o'qiganman, bu narsa aytmagan. Deydigan odamlar qarshi informatsiyada qarshi nima qarshi hujum deb deydi buni. Qarshi informatsiya bera olsa, qarshi argument bera olsa, bu zo'r. Men jamiyatda dinshunoslar bo'lishi yaxshi-da. Mana shu narsa lekin yetishmayapti bizda, bilasizmi? Kursni beradigan, men bu masalan tarqab ketadi-yu, qanaqadir video, Telegramlar tarqab ketadi, hadislar, nimadirlar. Masalan, men ham bilmayman. Rostdan yozilganmi yo'qmi? U necha soat vaqt sarflashingiz kerak aniqlash uchun. Hadib o'tib ketasiz-da. To'g'ri. Boya anaqa bir hadis masalasida o'sha gap qo'zg'alib qoldi-yu, masalan, kimdir aytadi chiqqanida istalgan odam jamiyatda istalgan bir qatlamada u dindor bo'lmagan taqdirda ham masalan psixolog, siyosatchi va hokazolar chiqib payg'ambarimiz shunaqa degan ekan. Ketdi, davom masalan. Va shu joy tugadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar, kimki mening nomimdan yolg'on so'z to'qisa yoki yolg'on hadis to'qisa, o'zining joyini do'zaxdan tayyorlayversin deganlar. Sahih kitoblarda keltiriladi. Bu degani, meni nomimdan yolg'on to'quvchi bo'lmagan, yolg'on hadis aytuvchi bo'lmagan degani. Buni sharhiga kelsangiz, hadisda agar bitta so'z, bitta harf tushib qolib, ma'no, mazmun, mohiyat, hatto lug'at o'zgaradigan bo'lsa, o'sha hadisga taalluqli bo'lib qoladi. Bu bir xavfli tarafi. Конечно, o'zgarib ketadi. Chunki manipulyatsiyaga ketib qoladi. Aynan. Endi ikkinchi masala o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrida va undan keyingi davrlarda qachonki sahobiylarning oldiga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bo'ladimi yoki boshqa sahobiyning oldiga bir masala yuzasidan borganda, Hazrat Abu Bakr Siddiq bo'lmasa o'sha ilmdan xabari bo'lsa ham
bu masalada Abdulloh ibn Mas'uddan yoki bu masalada Abu Hurayra roziyallohu anhuning yoniga boring deb ataylab boshqa kishilarni oldiga yuborgan. Chunki men hozir sizga javobini bersam xato qilib qo'yishdan qo'rqaman degan ma'noda o'zidan-da ilmlisini yoniga yuborgan. Lekin u endi sahobiylarning ilmsiz zot ham bo'lmagan. Chunki hammasi payg'ambarimizning oldida ular. Shu holatda ham boshqa biron, ya'ni bu masalan Abu Hurayra payg'ambarimizning yonidagi eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishida, masalan. O'shaning oldiga boring, o'sha mendan yaxshiroq biladi deb masala yuborishgan. Bu ikkinchi masala. Uchinchidan masalan, hozir o'sha ijtimoiy tarmoqlardan ham boshqa joylardan ham hadis o'qiydigan, boshqa qiladigan bo'lsa, birinchidan 8 ta tom Sahih Buxoriy va oltin silsila Shayx Muhammad Yusuf aniq qilgan, rahbarlik qilgan loyihada. Undan keyin 6 ta tom adashmasam Sahih Muslim bor. 3 ta tom yoki 4-chisi chiqdimi yo'q bilmayman. Sunani Abu Dovud bor. Hakim Termiziy emas, Imom Termiziyning 2 tomlik anaqasi bor. Hadis kitobi bor. Bu hammasi o'zbek tilida. Necha tom bo'lib ketdi bular. Masalan, men har doim kitob do'konga borsam, hammasi terilib turadi. Masalan, oxirgi nimaga bog'layman? Bundan tashqari Shayx Muhammad Sodiqning Hadis va hayot degan kitobi bor birsizlar. Muncha bir ichida 37 ta kitob. To'plam 37 ta. Ichida hamma narsa bor. Boshi namoz, roza, zakot, haj, poklik ketdi. Odob, axloq, siyrat, tarix va hokazo ketdi. Odamlar nimaga o'rgandi? Ma'rifiy kitoblarga. Anaqa har ayol hojardir. Keyin Allohni sevmoqmi nima edi? Esimdan chiqib qoldi. O'shanaqa kitoblarga o'rgandi. Vaholanki bu kabi ma'rifiy kitoblarda misol oddiy muallif istalgan bir hadisini qo'yib chiqarib yuboradi. Oddiy muallif. Bu xuddi nimaga o'xshar ekanda, bilmadim, o'xshashi to'g'rimi yo'qmi? Kosmos haqida ilmiy kitob o'qish bilan u haqidagi qanaqadir badiiy kitob o'qishdek narsada, ya'ni siz aytgan ma'rifiy kitob deganlaringiz u ichki xohish nimalarda, ichki qanaqadir g'oyalar, hissiyotlar yozilgan bo'ladi unda. U to'plamda aytganingiz konkret bor hadislar unda yozilgan bo'ladi, ya'ni. Da. Aynan bizda eng katta oqsoqligimiz shu. Men asosiy sababini ham shundan deb bilaman. Fundamental kitoblarimiz bor islom haqidagi. O'qishmayapti lekin. Nimaga desa, og'ir o'qiy olmayman deydi. Hattoki mana bilasizlarmi, Imom G'azzoliyni Ihyoy Ulumiddin degan kitobi bor. Men deyarli ko'pchilikdan o'shani so'rayman. Kitob bormi Ihyoy Ulumiddin? O'qiganmiz, tushunganmiz yo'q deydi. Nimaga tushunmaydi o'sha Ihyoy Ulumiddin? Aql ko'tarmaydi. Ko'proq fundamental kitob o'qishga aniq qilish kerak edi, ozgina g'ayrat qilish kerak. Bo'lmasa, u ma'rifiy kitob, har ayol hojardir bilan u odam ilmi u bilan ko'tarib qolmaydi. Chunki ma'rifiy u ruhiyat uchun ozuqa bo'ldi. U shu bilan tugaydi. Maqsadga asoslangan. Hissiyotga asoslangan. Lekin islomning ichida faqat hissiyot degan anaqa yo'q, lekin ichida uni fundamental ma'lumotlar bor. Masalan, odam o'sha aytganingizdek dindor bo'lish, haqiqiy dindor bo'lish uchun kimdan o'rganadi? Payg'ambarimizdan o'rganadi. Payg'ambarimiz qanaqa edi? Har qanday holatda obyektiv, agressiv bo'lmagan, birovga so'kinmagan, birovning yoqasiga osilmagan. Masalan, Yahudi o'tib ketsa, hattoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldidan Hazrat Umar roziyallohu anhu bilan o'tirganda, bitta Yahudiyni anaqasini tobutini olib ketayotgan bo'lishadi janozasiga. O'shanda payg'ambarimiz o'rinlaridan turadilar va qaysi ma'noda hurmat anaqasida o'rinlaridan turadilar. Keyin Umar roziyallohu anhu ham payg'ambarimiz bu qilgan ishidan o'rinlaridan turadilar va ketib qo'ygandan keyin payg'ambarimizga aytadi: "Ya Rasululloh, bu o'tib ketgan adashmasam Yahudi edi. Nimaga o'rningizdan turdingiz?" desa, "Yahudi inson emasmi?" deganlar. Masalan. Ya'ni payg'ambarimiz bu masalalarda juda ham, hattoki Zayd ibn Sobitga, vahiy kotibiga payg'ambarimiz har bitta so'zini, Qur'onning har bitta oyatini yozib olgan kishiga Yahudiylarning tilini, Ibroniy tilini o'rganib keldi deb buyurganlar, masalan. Ya'ni har bitta holatda, har bitta insonga millat ajratilmagan. Hech qachon ajratilmagan. Millat ham din ham ajratilgan. Ajratilgan bo'lsa, munofiqlar, kofirlar ajratilgan bo'lishligi mumkin, ya'ni mushriklar ajratilgan bo'lishligi mumkin. Ya'ni o'sha zamonda ham munofiqlar bo'ldi, ya'ni islomni payg'ambarimiz oldida qabul qilib yoniga kelib, keyin hujradan tashqariga chiqqanlarida payg'ambarimiz masalan orqasiga xanjar urib, o'shanaqa ishlar qilganlar misol tanqid qilingan. Uni payg'ambarimiz ham aytgan, masalan mushriklarga bo'lgan munosabatda masalan o'sha salbiy anaqalar bo'lgan. Lekin bu endi
tabiiy anaqa edi-da, bularga nisbatan bir yomon qarash bo'lishligi. Lekin millat, elat yoki biron bir irqqa nisbatan payg'ambarimizda masalan shu kungacha men hech bir manbada o'qimaganman. Biron bir salbiy anaqasi bo'lgan. Bu narsani o'sha odam o'qib, o'shani tushunib, chunki men nimaga aytayapman? Sahih Buxoriyni o'zim o'qib chiqdim va ishonasizmi, buning ichida meni eng ko'p ruhlantirgan narsa payg'ambarimizning odobi va xulqi. Endi eng mazki katta paradoksni aytsam, o'qigan kitobimni ichidagi o'sha dindorlik, o'sha tasavvur bo'ladi-yu, o'sha kitobning ichida qolib ketdi. Tushunyapsizmi gap nimada? Bo'ldi, men uni kitobdan boshqa yerda ko'rmadim. Tushundingizmi? Nima demoqchiligim? Bu kitoblar aytyapsiz-ku, elektron versiyasi ham bormi yo'qmi? Elektron versiyasi PDFlari bor. Internetda juda ham ko'p PDFlari bor. Bu hammasi o'zbek tilida. Hammasi o'zbek tilida. Qiziq gap aytdilar-da. Kitobda o'zida qolib ketgan. Qizig'i qarang. PDFlari bor, hammasi bor. Endi men o't qiziqayotgan tarafim ko'pchilik masalan endi bu faqat hadis edi. Endi Qur'onga o'taylikchi, ko'pchilik masalan jamiyatda yo o'sha ijtimoiy tarmoqda Qur'onda bunaqa deyilgan ekan deydiganlar bor. U o'zi payg'ambarimiz meni nomimga yolg'on to'qisang, do'zaxdan tayyorlaydi. Lekin u Qur'on haqida gapirib, Qur'ondagi yo'q oyatni aytsa-chi. Aytadi ham, aytayapti. Undan ham og'ir bo'ladi. Lekin aytayaptilar bugungi kunda, qo'rqmasdan aytayaptilar. Masalan, menga aytishadi, Qur'on o'qimoqchiman, nima tavsiya qilasiz boshiga deydi. Ko'pchilik o'shanda nimani tavsiya qiladi? Arab tilini o'rgan, tajvidni o'rgan, shu qiroatni boshla deydi. Masalan, Qur'on shunaqa narsaki, shunaqa kitobki, uni o'qishingiz bilan sizga savob yoziladigan kitob, masalan. Lekin men qaysinisini tarafdoriman? Qur'onni nafaqat o'qish, uni tadabbur qilish, ya'ni Qur'onda o'zi aytilyapti. Qur'on emas, o'qish deydi, nima deydi? O'qish emas, o'qish. O'qishda. Aynan. Shuning uchun Qur'onni tadabbur bilan o'quvchilar deydi. Nimaga tafakkur deyilmayapti? Bir marta Qur'onda faqatgina keladi ushbu so'z, tadabbur deyiladi. Tafakkurdan ham chuqurrog'i tadabburda. Chunki tafakkur qilganda odamning tafakkuri Qur'onga aniq qila olmaydi, to'liq tushuna olmaydi. Shuning uchun tadabbur yanada chuqurroq uni o'ylash kerak, xayol bilan sho'ng'ish kerak deyapti. Tadabbur qachon bo'ladi? Arab tilida masalan arab tilini bilmagan odam, uni ma'nosini tushunmagan odam tadabbur qila oladimi? Yo'q, uni boshida o'zbekchasini masalan o'qib, tushunib yoki bo'lmasa tafsirini o'qisa u boshqa ma'no. Yoki oddiy misol, namozda turadi, qaysidir bir surani qaytaradi, miyasi boshqa joyda bo'lib, bittasi aytdi, men namozni xuddi robotga o'xshab o'qiyapman, hech narsani men his qilmayapman dedi. Keyin aytdim, siz Qur'on o'qiganmisiz? Ha? Qanaqasini o'qigansiz? Men shu arabchasini o'qiganman, kirillitsada anaqasini transkripsiyasi bilan o'qiganman. O'zbekcha o'qiganmisiz? Yo'q dedi. Siz boshqa o'zbekchasini bir o'qib ko'ring, tafsir o'qib ko'ring dedim, xo'p dedi. Oradan bir oydan keyin yana o'sha kishi bilan ko'chada ko'rishib qoldim. Nima bo'ldi o'qidingizda? Boburbek, ishoning hozir qanot qoqib uchyapman deyapti. Tushunishda gap katta. Tushunyapsizmi? Bu yoqdan ham endi shuning uchun uni ham alohida kitoblari bor. Qur'oni Karim ma'nolar tarjimasi bitta tom. U faqat to'lqa tarjima. So'zma-so'z tarjima ketgan. Tafsir bor. U masalan Shayx Muhammad Yusufniki bizda ko'proq tarqalgan Tafsiri Hilol. Adashmasam u ham 6 ta yoki 8 ta tom edi. 2018 mi 19 da o'qigandim, 6 yoki 8 tomdan iborat. Masalan, shuni o'qisa, Tavilotul Qur'on chiqyapti. Har anaqada sanada, muayyan sanada tarjima qilinib chiqarilyapti. Imom Moturidiniki masalan, har joyda hozir Moturidi deyilyapti. Nimaga Moturidi bo'ldi? Aynan shu Tavilotul Qur'onni yozganligi uchun. Qur'onga shu darajalik ratsional, shu darajalik mantiqiy yondashgan va shu mantiqiy yondashuvda hadis, payg'ambarimizning gaplari, sahobiylarning gaplari bilan tengma-teng tafsir qilib ketgan. Ya'ni oddiy ateist odam o'qisa ham miyasi shiq joyga tushadi. Chunki ham mantiqiy javob beradi, ham ilmiy qiladi, ham diniy javob beradi. Shuning uchun eng ommabopi, shuning uchun mana o'lkalarimizda va juda ham ko'plab mamlakatlarda hozir aynan Moturidiyni qarashlari yoki diniy terminologiyada aytganda Moturidi aqidasi ustun ko'pincha. Shuning uchun Qur'onni o'ziga qaraganda aynan tafsirlarni, tarjimalarni o'qish deyapman. Va aynan shuni o'qib chiqqan odam uni ichiga yolg'on qo'sha olmaydi. Boshqa deya olmaydi. Shuning uchun ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda kommentariy yozsa, u riski masalan bilib olasiz. Bunaqa narsa Qur'onda kelganmi? Yo'q, qayerda kelgan bu oyat? Bundan tashqari agar bilsangiz, o'sha
Instagramga kirsangiz, rasmning tagida 32 2.7 Ha. Oyatlar yozilgan. Oyatlar qo'yib qo'ygan bo'ladi. 30. Ha. O'zi lekin xabari yo'q. Qayerdadir ko'rgan uni ham. Endi u oyatlarni ham eng uchraydigani mo'mina ayollar, muslim erkaklar uchun Uchundir. ketdi. Hammada o'sha Ha. narsa. 96 2 nuqta nimadirlar yozilgan. Ko'pincha o'sha bir xil oyatlar aylanadi-da, poklar faqat poklar uchun. Voy. O'sha oyatlar ketadi, eng ommabopini Eng aytyapman. ommabop. Shunga amal O'sha qilish. narsani masalan men mantig'ini tushunmayman. Keyin o'sha kishilarni o'zim taniyman-da men. Qanaqa insonligini bilaman. O'sha oyatni ishlatganidan keyin men как bir anaqa tepa sochim tikka bo'ladi deyiladi-yu. O'shanaqa bo'ladi. Oyatni qo'yibsiz. Juda ham go'zal bo'pti. Namozlar endi yaxshi niyatda endi yomon gumon qilmayman. Nima namoz o'qishni boshladingmi? Nima gap desa, yo'q, prosta oyat chiroyli ekan, shunga qo'yib yubordim. Telegramdan biyozga arabchalab yozib qo'yadi. Nimadir deb. Pontda mana bu hozir aytdingiz-ku, shu narsaga men ham anaqa o'ylab yurardim-da. Masalan, Qur'onda deydi, arabcha o'qish kerak deydi. Arabcha xo'p, yozuv o'qishni o'rganadi. Lekin tushunmaydi-ku arab tilini. Mana bu robotga o'xshab o'qigandan o'zbekchasi tayyor turibdi-ku. Tafsiri Ana bor-ku. Tafsirlari bor. Ana o'zbekchasi bor-ku. bo'lsa Arabcha qo'shiq aytsa o'tirib duo qilaveradimi? Ha, xuddi shunaqa-da. Masalan, ana to'ppizlar Arabiston aeroportida o'tiradi-da. Mana bu samolyot uchadi, arabcha gapirsa omin qilishni boshlaydi. Tushunmaganini arabcha gapiryapti, duo qilyapti deb o'ylaydi. Duo bilan oddiy arabchaning farqiga bormaganda endi. Lekin o'sha joydan ham o'zi ma'lum bo'ladi. U xuddiki hadisdagi narsa. Qur'onning ma'nosini o'qigan, tushungan va o'zi masalan mustaqil o'qigan odam masalan qayerdadir savol tug'ilib qolsa, chiqib masjiddagi imomdan so'raydi. O'zidan teparoq biladigan odamdan so'raydi. Va shu narsani men doimiy kuzataman. Qur'on va hadislarni, masalan, hadislarni kam o'qiganini ko'raman. Lekin Qur'onni to'liq tushunib o'qigan odamda na bir radikallikka moyillik, na bir mutaassiblikka, na bir boshqa bir salbiy anaqa men to'g'risi uchratmaganman. Bunaqa bo'lish uchun bir 2-3 marta o'qish kerak deb o'ylayman. Ha, juda yaxshi tushunish bo'ldi. Chunki bir martada, 2 martada ham bo'lmaydi. U 3 marta o'qisa, men ham ko'rganman, 3 marta unaqa odam tushunib o'qigan odam boshqacha bo'ladi. Juda og'ir bosib bo'ladi. O'ta og'ir bosib. Yo'q, hozir ham boshqa tomondan как boya aytgani pontda aytgani xuddi trendga aylanib qoldi. Dindor bo'lish bu вообще g'alati tendensiyada. Ya'ni dindor bo'lish nimasi, masalan, do'stlar bo'ladi-yu, krugiga faqat o'sha iymoni borlar krugim deydi. Biznes qiladi, dachada nima iymonli dacha degan dachalar paydo bo'lgan. Halol dacha, mana shunaqa dachalar bo'ladi. Nima deydi? Kreditni ustiga ham halol narsa deb qo'yib yuboradi, lekin iqtisodiy jihatdan bitta tahlil qilsangiz, uni ustiga tam foiz deyilmaydi. Ustiga baribir summa qanaqadir summa qo'yilgan bo'ladi. Siz uni tendensiyasini ko'rsangiz, ma'lum foiz chiqarib olasiz o'zingiz. Ustiga masalan 40 ming qo'yar, keyingi safar 70 ming qo'yar, keyingi safar 100 ming qo'yar, baribir qo'yasiz. Ya'ni ana bor-ku, foiz harom-ku deydi-ku. Ya'ni bitta masalada aytilgan narsa sutxo'rlik masalasida, ya'ni masalan sutxo'rlik nimaligimizni yaxshi tushunamiz. Masalan siz biz aytdik-ku, mana real sandik bilan bo'lgan voqealarda masalan 70 ming berib 90 ming qaytarasan deganlarida, bu sutxo'rlik umuman boshqa leveldagi darajadagi narsada. Hozir sutxo'rlarga talab ham tushib ketgan oldingi davrda emasda, chunki bank sistemasi bu boshqa umuman mavzu-yu. Hamma narsaga halolni qo'yib bo'ldi. Manipulyatsiyada takoy tam foiz haromku deydi, ham foiz bo'lgan ishtirok etgan hamma narsa bo'ldi, srazu haromga aylantirib yuboriladi. Shu yerda boya dindor so'zini nimasini ma'nosini aytasiz-ku, dindor bo'lishni toifasini. O'shani sal soddoroq qilib ayting-da, deylik, 5 vaqt namoz o'qish kerak. Farzlarni bajarish kerak, sunnatni bajarish kerak, lekin undan tashqari ham odam ham bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Insofi bo'lish kerak. Insofi. Hazrat, men endi ko'proq Hazratning kitobini ko'p o'qiganman, shuning uchun aybga buyurmaysizlar, lekin chunki nimaga desa, eng bir ham fundamental, ham ilmiy, ham mantiqiy yondashadi Shayx Muhammad Yusufning Vasatiylik hayot yo'li degan kitobi borda. Qur'onda bitta oyat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh taolo sizning ummat vasat qilib yaratilgandir degan oyat bor. Alloh taolo aytayapti, sizning ummat vasat qilib yaratilgandir degan. Butun islom ummatiga vasat. Vasat deganning ma'nosi o'rtamiyonalik degani.
Mo'tadil degani. Nimaga bu Qur'onda mo'tadil, sizni ummatingiz mo'tadil desa, chunki islomdan avvalgi yuborilgan ummatlarning hammasi nimaga zalolatga uchradi? Nimaga hammasi уже ketib qoldi? Oxirida islom mana nuqta bo'lib keldi, chunki o'sha avvalgi shariatlar misol ko'tarilib ketib qoldi. Sababi ular g'uluga ketdi, dinda chuqurlashib ketdi. Yahudiylar masalan Bani Isroil qavmi bir kunda 70 ta payg'ambarni qatl etishgan. Quddusda 70 ta payg'ambarni boshidan judo etishgan. Dinga berilganligi hisobiga payg'ambarlarning gapiga e'tibor qilishmagan va shuni hisobiga boshini kesib tashlashgan o'sha davrda. Va shuning uchun Alloh taolo bu yerda sizning ummatingiz vasatdir, ibodatda, hayotda, yashashda, turmushda vasat qilib yaratilganlar deb aniq qilingan. Buni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf aytadi, mo'tadillik, masalan, yashash tarzida, hamma narsada. Bitta uying bormi? O'sha senga yetib turibdimi? Issiqmi? Bo'ldi. O'sha bilan aniq qil deyapti. Ko'zo uylarni qurib tashlashing shart emas deyapti. Ya'ni o'rta miyonalik bu masalada mo'tadil, ijtimoiy mo'tadil bo'lsa, stabillikda, to'g'rimi? Ha, da, stabillik. Stabilnost emas. Yo'q, Mo'tadil bilan mo'tadillik boshqa narsa. Tarjimasi bir xilda. Tarjimasi lekin bir Yo'q, stabillik barqarorlik bu. Barqaror, mo'tadil boshqa. Mo'tadil boshqacharoq. Mo'tadil, Sal boshqacharoq. mo'tadil endi u yerdagi mo'tadil din ma'nosida ketyapti-da. Masalan, chunki nimaga desa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoniga 3 ta kishi keladi. Adashmasam rivoyatda shunaqa 3 ta kishi keladi, bittasi aytadi: "Meni kuch-quvvatim joyida, meni Alloh taologa bo'lgan muhabbatim kuchli, men faqatgina kun tunimni faqat namoz bilan o'tkazaman" deydi. Yonidagi turgan kishi aytadi: "Meni ham kuch-quvvatim joyida, meni ham Alloh taologa bo'lgan muhabbatim kuchli, men faqatgina roza tutaman" deydi. Uchinchi kishi ham xuddi shu gapni aytadi, lekin ikkalasidan bittasini aytadi. U yo ayollarga yaqinlashmayman deydi, yo bo'lmasa umuman go'sht yemayman deydi. Ikkalasidan bittasini aytadi. Vegetarian. Da, shunaqa qilaman deydi. 3 ta kishi bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga aytadiki, oralaringizda, ya'ni butun insoniyat deyapti. Oralaringizda eng Allohga taqvo qilib iymon keltirgani o'zimman deydi. Va men ibodatimni ham qilaman, ro'zam bo'lsa, o'sha ro'zamni o'z vaqtida tutaman, ayollarim bilan ham qo'shilaman va go'sht ham yeyman deb aytadi. Mantiqni tushunyapsizmi? Tipa bitta tomonga qarab nukkasidan Meni- Bu bor rivoyat. Men hozir aynan qaysi anaqa rivoyatligini esimda, lekin buni deyarli ko'pchilik biladi bu rivoyatni. Bitta savolim bor edi. Tushunishim bo'yicha mana bu mo'tadillik degan narsa bu dinga nisbatan ham aytilgan. Ya'ni dinga ham chuqur kirmaydi. Menimcha Dinga ham chuqur kirib ketmaydigan ma'no. nima deydi? Sbalansirованный deydi-yu, o'sha ma'noda bo'lsa kerak, balans. Endi Men bu atrofingdagi makon zamonni nimasidan kelib chiqib, o'sha nima deydi, sanga boshqalarga ziyon yetkazmaydigan holda turish, harakatlanish deydimi? Shu balansda. O'sha narsa. xuddi O'sha shunday. narsa. U nimadir bir xil narsa bo'lishi ham emas. Moslashadi, zamonga ham moslashadi. Sal boshqacharoq narsa. Mo'tadil, havo iqlim mo'tadil deydi-ku. To есть, sen isib ham ketmaysan, sovib ham ketmaydigan narsa. Mo'tadil, o'sha mo'tadil. Xuddi shunday. Endi boyagi dindor deyiladigan bo'lsa, endi dindor qanaqa bo'ladi deyilsa, chunki din haqida gap ketyapti. U kishi, dindor kishi hamma narsada eng ko'pi, xususan dinda mo'tadil bo'ladigan kishi bo'ladi. Dindori. Dinda mo'tadil bo'ladigan. 5 vaqt namozini o'qidimi, ishlarini qilishga ketadi, uyiga kelib ayoliga qaraydi, farzandlariga qaraydi, Ramazon ro'zasida o'sha ro'zasini tutadi, bayram bo'lsa bayramlarini masalan nishonlaydi va hokazo. Ya'ni dinini ham unutib qo'ymaydi, lekin dunyosini ham unutib qo'ymaydi. Qisqa qilib aytganda, dunyoviy sharoitda, mana bu zamonaviy sharoitda bemalol o'zini qarashlari bilan, o'zini ibodatlari bilan yashaydigan, ijtimoiy hamma bilan adolatona kelisha oladigan, yaxshi munosabatlar qura oladigan sog'lom inson. Buning uchun lekin sog'lom diniy e'tiqod kerak. Sog'lom diniy e'tiqod, faqat diniy e'tiqod emas. Diniy e'tiqodlarni ham nosog'lom bor, destruktivlashib ketgani bor. Hozir ko'p ko'zga tashlanyapti masalan. Men bu Instagramdagi radikalizm bor-ku, masalan, bolalar bo'ladi, ko'rasiz. O'zi videos boshlayotganingizda oyatni nimasini raqamni qo'yib qo'ygan bo'ladi. Videosida ham qanaqadir bir diniy gap bo'ladi. Masalan, Alloh unaqa aytgan, bunaqa aytgan degan gaplari bo'ladi. Pastda ham o'zini rasmlari,
qora qilingan bo'ladi, qanaqadir hadislar yoki tam nimadir aqlli gaplar aytilgan bo'ladi. Lekin sizni profilga qayerdan kirgan bo'lasiz? Siz kommentdan kirgan bo'lasiz. Uni profiliga kim ekan deb, kommentda nima deb yozilgan bo'ladi? Bitta qiz videoga chiqib prosta nimadir degan bo'ladi yoki prosta tam videoda tam gapirgan bo'ladi, turgan bo'ladi, ketdi. Nima deydi? Короче, qizga shilqimlik gap bo'ladi yoki tam juda qo'pol 18+ gaplar bo'ladi yoki o'zi taklif qiladi. Voy, mana shu qiz bitta mana bunaqa qilsam-da deb mana shunaqa yozilgan bo'ladi. Nimasiga kirsangiz, скорее всего, hayotda ham shunaqa bo'ladi. Hayotda ham takoy xo'jaga, Alloh. Kechqurun o'zi bilgan. Mana shunaqa internet kirib, sizni bir mana bunday qilsayda deb mana shunaqa yozadi. Juda ko'p kuzatiladi. Men bilmayman, shu kommentlarni ko'rganim sari hozir уже trigger berishni boshlagan. Oldin masalan 10 tasini ko'rsam ham o'tib ketaverardim. Hozir bittasini ko'rsam ham miyam qizib ketadigan qo'y. Ya'ni qanaqa qilib odam bir vaqt o'zida shunaqa bo'lishi mumkin deb men tushuna olmayman. O'shanda birinchisi o'sha u masalaga kelishib oldik, что dinni o'zini qolib qoladi. Chunki bu hozirgi kunda moda bo'ldi. Bolalar yoshi hattoki o'sha qizga sovchi yubormasidan oldin bo'ladi, yo bola uydagilar sovchilikka bormasdan oldinmi? U aytishadi, mani bolam ishdan qoldi deydi. Mani bolam namozxon deydi. Yo bo'lmasa bizani qiz namoz o'qiydi deydi. Nima moda deganda aslida endi buni qarang, namoz o'qiydi deydi. Qarang, bu privilegiya o'laroq ketyapti. Masalan, privilegiya tepadan turib qaraganda vaholanki musulmon odam zotan namoz o'qiydi. Ajoyib, tabiiy hol bo'lish kerak bu. Bu ba'zi narsada. Endi o'qimasa bu o'zining ishi, o'qiyotgan bo'lsa u dindor bo'ldi. Bu ba'zi narsada. Bu ba'zi narsa bo'ldi. U hech nima, u tepaga ko'tarilish, boshqa anaqa emas. Unga tegishga majburlash kerak emas namoz o'qish. Bu tabiiy bu. Namoz o'qib o'sha dindor bo'lganlarning ichida xatokorlari ham bor. Nima dindor bo'ldi degani, farishta bo'ldi degani emas. Xato qiladi, boshqa qiladi. Endi bu alohida masala. Hozir endi qarang, siz aytdingiz-ku, mana shunaqa bo'ladi, asablarim buziladi deyapsiz. Ya'ni siz aynan shaxsni aytyapsiz. O'sha joyda tendensiyani, ya'ni tendensiya deyman. Substansiya deydimi? Masofani saqlab qolish kerak. Nimaga desa, gap uni munosabatda ketyapti, o'sha yozayotgan narsasida, xayolida, uni psixologiyasida ketyapti. Ya'ni odam yomon, din emas. Dinda chunki bu narsaga targ'ib yo'qda, o'zi birovni hayotiga siqilib, ko'rinib o'tirish yo'qda. Lekin boshqa tomondan aka, muammo ham shunda-da. Biz hozir ancha gaplashdik shu haqda, ya'ni siz boy bitta juda qattiq gap, kuchli gap aytdingiz-da. Ya'ni men o'qidim-da, o'sha kitobda qoldi. Men ko'rmadim boshqa joyda dedingiz-ku. Shu nuqtai nazardan siz gapingizga qo'shilaman. Odamlar yomon, dunyo yomon emas deb. Shu odamlarni o'zi ertaga chiqib yana boy siz kitobda qolib ketdi-yu u narsa. Undan tashqari kichkina narsadan boshqa narsa o'ylab topdi o'zilar. Kuchayib o'zgacha qanaqadir bir alternativ dinni o'ziga o'ylab topgandek ko'rinib qoladi tashqaridan. Lekin bunga qarshi ham kurashish kerak-da. Nimaga bilasizmi? Chunki ertaga sizga o'xshagan boy kitob o'qiganlar kamchilik. Hozir ham kamchilik. Olmishta payg'ambar to'xta deya olmaysiz. Ya'ni to'xta deya olmay qolish mumkin. Sizga o'xshagan o'qigan odamlar. Tushunyapsizmi? Ya'ni biz hozir siz aytyapsiz, siz bilan juda ko'p masalalarda biz suhbatlasha olmaymiz yoki gaplasha olmaymiz. Chunki biz o'qimaganmiz aytayotgan narsalarni. To'g'rimi? Biza logika tomonlama shunchaki yo'q, shunaqamikan deyishimiz mumkin faqat. Ba'zilar bor unaqa ham demaydi. Darsiz gapingizga chuqur kirib ketish mumkin, lekin ba'zilar bor oldindan eshitib kelgan, qayerdandir yuzaki gapni. Umuman eshitmaysiz. Sizda deydi. Shunaqalar juda ko'p hozir, massa. Prям dars taqqoslab ham ko'rmaydi siz gapirgan gap bilan odamni gapini. Prosta yo'q deydi. Endi aytmoqchi bo'lganim, bu tendensiya rivojlanib ketaversa, bunga qarshi nimadir qilinavermasa, media nuqtai nazardan. Chunki biz bilamizki, boshida gaplashgandek, ko'chada bu bilinmayapti. Rost. Ko'chada, masalan, Twitter'dami, Facebook'dami, Instagram'dami siz bilan so'kishib, baqir-chaqir qilib, diniy masaladan boshqa masalalarni gaplashgan odam, "Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz?" deb ko'rishib keladi oldingizga. Значит, internetdan bu internet o'zida manimcha kurash kerak. Aytmoqchi bo'lganim, sizga o'xshagan masalan, dinshnoslar yoki o'sha imomlar bo'lishi mumkin yoki domlalarmi, manimcha balki ko'proq kontent qilish kerakdir. O'shani men shu men bu qilayotgan podkastimizdan balki shundan biridir.
Aynan shuning uchun ham bo'lsa kerak deb o'ylayman men. Prezidentimiz tomonidan bu yil shunaqa farmon bo'ldi. Har o'sha iqtisodiyot universitetida adashmasam yana bir 5 ta 6 ta universitetlarda yangi magistratura mutaxassisliklar ochildi. Yangi mustaqillikdan buyon o'sha O'zbekiston tarixidan buyon yangi mutaxassislik ochildi. Analitiskiy mutaxassisliklar ochildi. Hozir masalan bakalavrda dinshunoslikni tugatgan bo'lsam, hozirgi o'qiyotgan yo'nalishimni idisi desam, masalan hech kim tushunmaydi. Chunki unaqa idisi klassifikator o'zida ham yo'qda. Prezident farmoni bilan yangi ochildi. Mutaxassislikni nomini qarang. Ijtimoiy diniy sohadagi jarayonlar, radikallashuv jarayonlar tahlili va ularning oldini olish usullari deyiladi. Endi bu yo'nalishda eng qizig'i hozir 5 tagina o'qiyapti odam. Yo'q. Bittasi emas. Ya'ni o'shaning uchun, ya'ni malaka talabida sog'lom diniy e'tiqodni shakllantirishda o'sha media faollik va hokazo, ya'ni o'sha siz aytayotgan narsalar qo'zg'atilgan, ya'ni o'rtaga olib chiqilgan. Bu narsa уже ko'rib chiqilyapti demoqchiman. O'sha davlat miqyosida o'sha tepaga chiqdi. Endi sekin masalan o'sha keyingi yildan adashmasam bakalavr ham ochilishi mumkin. Sekin-sekin yana ko'tariladi. Lekin baribir 5 ta odam yoki mabodo mutaxassisliklar yana ko'payib, shu kvotalar mabodo ko'payib ketadi. Unaqa chiqqan taqdirda ham yana boyagi eski anaqaga borib taqaladi odamni o'zini o'qishligi, baribir savodga borib taqaladi ko'p narsa. Savodxonlikka aynan. Endi qarang, siz masalan aytyapsiz-ku, siz aytmasangiz boshqasi aytmasa yo masalan aytsangiz shunaqa bo'ladi deyapsiz. Dindorlarning ichida ham muammolar anchagina bor. Men buni endi yomon ko'rmasman, chunki o'zim ham bir dindorman. Biz umuman olganda bu o'zlarimizning oramizdagi muammolar masalan. Dindorning ichidagi muammoni u kerak bo'lsa dindorlarni o'zi ham talab tashlaydi. Masalanda, chunki hozirgi kunda nimagadir shu narsa singib qolgan, men nimagaligini bilmayman. Ya'ni bu fakt shu narsa. Namoz o'qiyaptimi? Farishta. Umraga borib keldimi? Farishta. Hajga bordim? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. U hatto dinda ham unaqa emasda. Juda osonlashtirib yuborishgan, klassifikatsiyani. Bu juda osonlashtirib yuborishgan. Aynan shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisga qarang. Juda bir mantiq ichida hamma narsa qarang. Sahobiylarning oldida o'tirganda payg'ambarimiz sahobiylarga aytar ekan, muflis degani kimligini bilasizlarmi deb savol beradi. Sahobiylar aytadi, cho'ntagida xemiri ham yo'q, bir kambag'al, bir faqir odam deydi. Yana shunaqa variantlarni aytishadi. Kambag'al, faqir, devona, kiyimi ham bo'lmagan odam. Lug'aviy ma'noda rostdan shunaqa. Aslida muflis degani. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob beradi. Alloh taoloning oldiga oxiratda bir kishi boradi deydi. Qarang, diqqat qiling. Alloh taoloning oldiga borganida deydi, hamma amallari, farz namozlari, roza, zakot, ihson, haj hammasini ado etgan bo'ladi. Keyin Alloh taolo uni jannatga qilganda, hukm qilganda, orqasidagi turgan, ya'ni mahsharda to'plangan odamlardan ba'zilar qo'lini ko'tarib, "Yo Robbi, u bandang shuncha farz amallarni qilibdi, lekin men ko'nglimni yara qilganning haqqini kim olib beradi?" deb chiqadi deydi. Odamlardan biri. Keyin nima qiladi? O'sha kishini, ya'ni ibodati bilan kelgan kishining ibodatidan ozgina savobni olib, u kishiga beriladi. Taqsimlash uchun. Chunki gunoh qildi-da bu, gunoh qilgan. Yana shunaqa orqasidan u chiqadi, bu chiqadi, qo'lini ko'tarib, meni og'ritgan, yetimning haqqini yegan va hokazo. Hattoki ba'zi rivoyatda aytilyapti, mushuklar ham chiqadi. Meni kallamni olgan, meni yungimni olgan deb chiqadi deydi. Masalan, o'shalar hammasiga savobini taqsimlab beradi Alloh taolo. O'sha bandasini bo'ynidagi. Lekin hamma narsani ado etib bo'lgan, unga til qizib bo'lmaydi o'sha. Hamma narsani ado etib bo'lgan, savoblarni unga, bunga, chiqqanlarga taqsimlab beriladi. Oxiri savobsiz qolib ketadi. Va shu bilan do'zaxga otiladi deydi. Ana shu kishi muflis deyiladi deydi. Bu odam hayotda qanaqa yashaydi bu odam? Lekin hayotda qanaqa yashaydi? Farzi bor, namoz o'qiyapti, hamma amallarni qilyapti, hajga borib kelyapti. Ko'rsangiz rostdan farishta deysiz. Lekin zo'ravonlikda ham zo'rini qilgan. Zo'ravonlikda ham endi balkim ko'pchilik zo'ravonlikni o'zi hech kim ana ko'z anaqasiga qilmaydi, yashirin qiladi hammasini. O'tib ko'rdingizmi oxiratdagi anaqasi qanaqa bo'ladi? Shuning uchun men aytmoqchiman, bu o'zi hammaga, o'zi bir umumiy anaqa. Men ko'pincha umraga borgan hojilarimga aytardim. Umraga keldingiz, umraga keldim deb aldanmang.
Umrada mana Makka Mukarramada zolimlar ham yashagan. Olamga rahmat o'laroq kelganlar ham yashagan. Chunki payg'ambarimiz amakilari Abu Lahab, Abu Jahl, amakilari o'sha yerda yashardi-yu, Abraha keldi fillari bilan bostirib, Ka'baga bostirib kira olmadilar, lekin yomonlar bor edi-ku shu joyda. Lekin shu bilan birgalikda payg'ambarimiz ham bor edi, sahobiylar ham bor edi. Amalingizga suyanib qolmang. Amalingiz oxirida nima turganini bilmaysiz. Bugun nafas olyapsiz. Oxir nafasingiz nima bilan chiqishini bir Xudo biladi deb aytib qo'yardim. U shuning uchun dindor mabodo o'sha dinni ichiga, dindorlik ichiga kiradigan bo'lsak, dindorni o'zini ham anaqa amaliga bemalol bo'lib qoladigan nimasi ham asosi ham yo'q. Va o'zi bunga anaqa qilmaydi, targ'ib qilinmaydi aslida. Men bu hozir moda dedingiz-ku, moda umraga borishda ko'rsangiz, men bilaman, umrada kimligini aytib o'tiraman men, bemalol gapirsam bo'lar. Namoz o'qimagan, birovga yaxshilik qilganini ham ko'pchilik bilmaydi. Короче, bunday deb yoqimsiz odam edi-da, umraga borib ketdi. Atrofdagilar endi boshqa odamga aylangan endi. Endi yaxshi bo'lib ketdi. Hamma hoji deyapti-da. Endi bizlarda hojida faqat shu oldin hajda amalga oshirib kelgan odamga aytilardi shekilli o'zi. Endi umraga borib kelgan odamga ham haj deyilgan bo'lsa kerak, lekin umraga undaqa ko'p borilmasdi. Adashmasam, ko'proq hajga borilardi. Hozir umraga borish qandaydir arzon, oson bo'lib qoldi. Ko'rsang, shu bir qishloqda yarim odam hoji o'zi. Lekin hali ham o'sha qishloqda aroq magazin bor. Misol uchun deylik, boshqa narsa ham bor. Qaysidir qo'shnisi nochor yashayapti o'sha. Hali ham nochor yashab, yo o'zi nochor yashayapti, hali ham yo bolalari tuzuk ovqat yemaydi, non yemaydi masalanda. Lekin umraga boradi. Yo'q, rostdan ham даже umrani ham даже to'ydek qo'yishdi-da. Yo'q, men tushunmagan joyim bordir, balkim borish kerakdir. Men bilmayman. Menga yoqmadi lekin. Ba'zi odamlar ham o'zi deylik hali uyini tomi bitmagan deylik yoki masalan deylik bolasini boshqa nimadir o'qishi turibdi, boshqasi turibdi. Bosim ostida qilganda ular. Uni qo'yib umraga borib kelish, boshqa qilish. Yo'q, men dajechi shunaqa holatlar bo'ladi. Bu ijtimoiy tarmoqda ko'rganim emas, men ham eshitganim. O'zi shu Qashqadaryo tomonda bo'lgan voqea. Umraga borib kelgan bitta odam, unga gilamlar to'shashgan, narsalar qilishgan, uni ko'rganda bitta odam boshqasi. Nimam kam meni bundan deb qayerdan pulov narsa qilib, o'sha bolalariga ayttirib, pulov borib kelib, undan-da kattaroq qilib o'tkazgan. Ya'ni bu ham o'sha to'y tendensiyasiga aylanyapti-da. Da, bu ham pondga aylanyapti. Gilam to'shaladi. Endi aka qarang, siz hozirgacha biz yoshlar va ijtimoiy tarmoqlarda yozib kelayotgan bolalar haqida gaplashayotdik. Bu hayotiy narsalar. Biz hozir endi yoshlar haqida gaplashmaymiz. Endi kattalarning muammosi. Bu, ya'ni bu yosh muammosi emas-da. Anaqalar ham yosh muammosi emas bu. Umradan keladi, gilam to'shaydi, ketib tursa, nevarasini olib chiqib oyog'ini tagiga qo'yib bosib o'ting deydi. Kattalar qiladi shuni. Ha, rostdan ham. U endi viloyatlardagi urf bo'lib qolgan. Eski vaqtda. U faqat viloyat deya olmaysiz-da, uni hamma joyda bor aka. Lekin endi Xo'p, shaharda bo'lmas, lekin nimaga shaharda bor? Shaharlarda ham bor. Shaharlarda ham bor. Uni men dinda unaqa narsa yo'q desangiz ham foydasi yo'q. Etilgan va hozirgacha ham etilyapti. Shuning uchun aytyapman, urf. Unga siz qarshi chiqsangiz ham boshqasi qarshi chiqsa ham baribir qiladi. Irimdek bo'lib qolgan. Unga davlat aralashish kerak-da, o'sha xuddi ikkita to'y qilasizlar deganga o'xshab. Aralashmasa iloji yo'q. Endi o'sha narsani umra masalasida ikkita tendensiya ketyapti. Bittasi, masalan, siz ishlaysiz, pul qilasiz, boshqa qilasiz. Deyarli men bilgan 80% bolalar yoshlarning niyatingiz nimasi? Ota-onam umraga borish deydi, masalan. Keyin men o'zim o'sha hojilarni kutib olganda duo qilib turaman, yo Robbi, shu ibodatni tushunadigan, anglaydigan, nimaga kelganini bilgan. Aynan, nimaga kelganini bilgan, oxirgi paytlari ibodat qiladiganlarni jo'natgan deydigan bo'ldim. Sababi ular prosta kelib ketish uchun ham kelib ketadi, ko'pchilik, to'g'rimi? Kelib sayohatga. Chunki bu yerdagilar bilmaydi-yu, sen bor bu yerda nima qilganingni. Ishoning, kelganida, masalan, kutib olib chiqib kelishadi, mana shunaqa qilib turaman. Hammasi jaketlarda, o'sha tur firma jaketlarda kelishadi. Assalomu alaykum deganimda, alik olishidan endi bu maqtanish emas, bu anaqa emas-ku, lekin aligidan o'zi bilib turaman.
Ko'z ujib tushib ketadi, odamni ko'raverib Alaykum assalom. endi chunki ko'p anaqa sinab ko'rganman-da. Endi qarang. Bolalar men o'zim so'rayman, yo o'zlari gaplashib o'tiradi, pul yig'dim, ancha yillardan buyon ularni bilasiz, pul yig'ib, pensiyasini yig'ib kelganlar indamasdan o'tirib, tasbihini qaytarib o'tiradi. Haqiqiy nuroniy kishilar. Bir xillari, qachon ketamiz? Avtobus kelmadi-ku. Nimaga issiq? Issiq. Rostdan 40-45 gradus issiq bo'ladi-da. O'zi tabiat shunaqa. Issiq terlab o'ldim. 8 soat 5 soat komfortabilniy bo'lish kerak-da. Endi qarang. Anaqa shu reglament shunaqaki, keladi aeroportga qo'nganidan keyin, masalan, bizning tur firmada olib kelib shu o'tiramiz, ko'ramiz ro'yxatda hamma keldimi, salomatmi, kimni nimasi yo'q, tushib qoldimi, boshqa bo'ldimi. Hamma anaqaga avtobusga yuklanib, keyin agar hammasi ehrom kiyib olgan bo'lsa, o'sha Toshkentda o'sha ehrom o'rab kelishgan bo'lsa, primoy anaqaga Makkaga olib ketiladi. Jiddada kutib olib, Makka Mukarramaga olib ketiladi. Makka Mukarrama bilan Jidda orasi 1-1,5 soatlik yo'l. Masalan, Makkaga olib ketiladi. Endi agar ehrom o'rashmagan bo'lsa, ularni maxsus joyga olib boriladi. Miqot deyiladi, ya'ni ehrom, ya'ni oq anaqa libos o'raladigan, ehrom o'raladigan maxsus joy. Tashqariga, haramni tashqarisiga, u Jidda bilan Makkadan sal uzoqroq joyga olib borilib, bu xuddiki Makkani o'zini darvozasidek gapda. Kiraverishda o'sha joyda hammani o'rantirasiz. Birinchi muammo, ehrom o'rashni bilishmaydi. Umraga kelaman deb kelib, masalan, ehrom o'rashni bilmaydiganlar bor. Men o'zim qanchasi mashaq qilib turadi, yechinib, o'zingiz o'rab tashlaysiz. 50 boshsiz-da, rahbarsiz. Siz unga ibodatni o'rgatadigan kishisiz. Qarshi o'rab tashlaysiz. 40 ta odam keladi, 2 ta avtobus, 3 avtobus keladi kerak bo'lsa. Bitta o'zingizga. O'rab tashlaysiz. Mayli ketdingiz shu bilan. Endi qarang. Bular bir guruh odamlar primoy kelib Makkaga yuriydi. Makkaga yurguncha yana 1,5 soatlik yo'l. Samolyot masalan 4 soat, bu bilan 5-6 soat deylik. Bular esa yana ikkinchi toifadagilar miqotga borishadi. Miqot 2 soat, borish, Makkaga kelish 3 soat. 5-9 soat. Gostinitsaga kelinadi. Bular joylashadi. Endi qarang nima qilinishi kerak o'sha paytda. Kelinadi, joylashib, birinchi ovqati beriladi. Muammo nimada bo'ladi? Qarang. Ovqatini berasiz, ovqatini berib bo'lgandan keyin hammaga aytasiz, reglament. Soat falon-falonda pastda gostinitsada uchrashamiz. Umra qilishga ketamiz deyiladi. Xolasa tahorat qilib oladi, xohlasa g'usl qilib oladi, ustidan suv qo'yib issiq bo'ladi-yu. Lekin ehrom yechmaylar deymiz. O'shanda ham unutib atir sepat, duxiy atir mumkin emas-da ehromda masalan. O'sha kelishadi. O'sha tushib o'tirib 9 soat men o'ldim, qoldim, uydagilarga telefon qilib, bolam meni qatga jo'natding o'zi, men qiynalib ketdim. Hali umra qilinmagan bo'ladi. Shunaqa odamlar bor. Lekin hammasi emas, ba'zilari bor. O'shalardan masalan bir quloq tutib qanaqadir diniy anaqasi bormikan desa, yo'q, ota-onasi shu, ota-onasini tug'ilgan kuniga bola siz yo'llanma sovg'a qilgan. Yo'q, o'shani hisobiga kelgan. Atak diniy anaqasi yo'q. Keyin umrani ham qilib bo'ladi. Aylanishga kelganda kelgan. Aylanishga kelgan. Endi bu ming bor uzr, hamma demayapman, ba'zi kishilar masalan bu nimaga tanqid qilyapman, shunaqalar bo'lmasin deyapman. Ushlab turadigan holat. Keyin umrani bajarishga, qarang, o'zi umra uzog'i 6 yoki 7 soat davom etadi. Umra amalini o'zi. Kabani 7 marta aylantiraman, zamzam ichiraman, namozini o'qitaman, 2 rakat tavof namozini sa'i qilib kelishadi va shu bilan sochlari qilib olib ketiladi. 6-7 soat masalan. O'sha joyni o'zida masalan Kabani atrofida necha ming odam aylanadi bir vaqtni o'zida. O'sha zanjir bo'lib olish kerak-da hammasi. Anaqa endi sal o'xshatish g'alati bo'lsa ham podani anaqa qilib yuriydi-yu cho'pon. O'shaqa bo'lib yuriyman. Lekin men yoshman, meni unaqa ovozim, baqiroq ovozim yo'q-da meni. Keyin bir ikkitasi yo'q bo'lib qo'yadi, aytaman. Qo'llaringizni umuman mahkam tutinglar, qo'yib yubormanglar deyman. Bir ikkitasi yo'qolib qoladi. Keyin bularni qo'yib, Kabani olib tasavvur qiling. Bularni qo'yib, o'sha bir ikkitani oldi qidirishga ketaman. To'xtab turish mumkin emas. Izdihom, ya'ni talpa. Birov yana kelsa itarib ketadi. Itarib yiqildimi, siz ham agar uni ko'tarishga yiqilsangiz, uni olishga sizni tepib ketishadi. Udaringiz, mana shunaqasiga udar, tez-tez yurishadi tavofda. Va shu udaringiz. Kimdir yiqilib tushadi, kimdir lat yeydi. Shuni orqasidan biz eshitamiz ana xabarlarni.
Kimdir chiqib qoladi. o'ladi. Ha. Kimdir o'ladi. Tiqilishda endi bir xil odamlar ataylab ichkari Ka'bani oldigan qo'limni teqqizaman deb o'tib ketadi. Vaholanki bunaqa qattiq izdihomda tiqilishda o'tish mumkin emas. Nafas yetmay qoladi, anaqa yurak yorilib infarktdan o'ladi. Shu tuzda. Tim bo'li yoshi katta bo'ladi. Yoshi katta tim bo'li. Nima qilishadi? Bir ikkitasi yo hayronman, diqqatga ketdi. Ro'yxat bo'yicha o'qiyapman. Talpa tasavvur qiling, soat sahar 1-2 bo'lib ketadi. Yo'q-de. Bularni bir o'zi tashab ketsam tarqab ketadi deb qo'rqaman. Yonimda boshqa hech kim yo'q. Qidirishga ketaman. Narigi taraflarda yo'q joydan boyagi hali Zamzam qayerdaligini ko'rsatmaganman, Zamzam ichib turgan bo'ladi. Yoki bittasi Disiplina. chekkaga chiqib tasavvur qiling nima qilayotgan bo'ladi. Nos chekayotgan bo'ladi. Voy! O'sha Ka'bada. Ha. Endi bu keyin chaqirib kelaman, indamayman, xafa qilmayman. Keling, umra amalingiz qolib ketyapti, chekmay turing, iltimos. Nos qayerga tiqqan u? Endi men ham o'ylayman, что bu narsalarni tashab, ozgina o'zgarib, xulqiy Yaxshi bo'lish uchun boriladi-ku. Kel, Tushundim sizni. tasavvur qilmaganman. To'g'ri gapiryapsiz. Nosni qayerga tiqib olib borgan u? Nosda Amerikaga borishyapti. Rosti olaveradi, nima qiladi? Uni bir joyini tekshirib bir narsa qilmaydi. Yo'q, kissasi cho'ntagi bormi uni? Yo'q, ehromni remeni bor, remenda anaqasi bor, koshelok bor. Koshelyokka telefoni, vizitka bir balolarni qiladi. Keyin o'sha anaqa qilib kelaman, gruppaga qo'shaman. Hattoki shu darajaga bo'lgan, bittasi yo'q, qidiryapman, anavi bechoralar umrasini qilib bo'lgan. Kutib o'zi charchab ketish. Bitta odam yo'q. Ular telefon hali bittada kelganda sim karta bo'lmaydi-yu, masalan, internetga chiqa olmaydi, xabar qila olmaydi, men bu joydaman deb. Internet yo'q. Qidiryapman. Tasavvur qiling, bormagan joyingiz qolmaydi. Kilometrlab ketgan maydonlik, haramning ichi. U chekkada o'tirgan bo'ldi. Nima qilyapsiz bu yerda? Shu sayrda aylanib yurib qolib ketdim deydi-da, keyin sen bizani yo'qotib qo'yding, sen mas'uliyatsiz ekansan, mana shunaqasiga yo'qamdan osildi bittasi. Safo bilan Marvada turibmiz-da, u urishmoqchi. Men bilan urishmoqchi. Axir odamlar shunchasi kutib qoldi, menda emas ayb, men sizni jon deb qidiraman, kutaman. Lekin men bu qora ko'zlarni men nima qilay? Siz hozir chunki qolib ketsa, marshrutni bilmaydi-da Kasinsaga yo'lni. Men ularga avtobus qaysi bir qatga joylashadi, qaysinga minishlar kerak, o'shani ko'rsatishim kerak hammasiga. U qolib ketsa, men yana o'sha obratni kelib, bularni tashab, shuncha joyga ashnaq qilishim kerak. Shu bilan olib ketaman. O't nimadan bo'lyapti? O'sha nos chekadi, qolib ketadi. Endi jahl qiladi. Jahl qiladi. Men уже oxirga qarab shunaqa bo'ldim. Rahbarimizga aytdim. Falonchi aka, iltimos, men bu joyda mana bu olib kelgan narsamni yo'qotishni boshladim, odamlarni ko'rib dedim. Bu ishoning, bu gapni aytish men uchun juda ham og'ir edi. Mana bu joyimdagi narsani yo'qotishni bu to'g'ri bir qarashda o'sha dindor kishilar bu ketib qopti, o'sha yerda yurib demak buzilibdi bu deyish. Lekin men o'qigan narsalar, islom ma'rifati, odob, axloq tushunmay kelayotganlar bor edi. Meni ko'nglimga ozor berganlar bor edi. O'sha nos chekadim boshqa. Hali bu shunchaki oddiy bir narsa aytilayotgan. Undan battarlarini men aytmay, u aytmayman, parda orqasida qolaversin. Lekin nimani aytmoqchiman? O'sha kabi kishilar iltimos o'rganib, tushunib, mayli namoz endi o'rgangan bo'ling. Mayli namoz o'qimang, chunki men nimaga o'qimang deyapman, o'sha joyda o'zim ham o'qitdim. Ya'ni mana shunaqa o'qiladi deb tushuntirdim-da ularga, tushunmaganlarga. O'qib o'rganib ketishdi yaxshi. Lekin anaqa nos bilan urib, agressiv. O'sha joyda bilasizmi, bittasi ikkita odam VIP anaqada keldi, ular ikkita er-xotin. Ularni charchab 3 kun uxlamaganman. Ularni umraga olib chiqib ketdim, kelyapmiz. Shu bitta odam turtvordi, prosta turtvordi, tabiiy hol. Sana faloningga falon deb ketdi. Hojim, astag'firulloh deng, unaqa mumkin emas bu joyda. Ihromdan chiqib ketasizdim. Uzr, asabiylashdim. Tabiiy holda buni tushunish kerak. U Saudiya Arabiston, Makka bu O'zbekistonda unaqa yengil bemalol yuradigan joy emas. Yomon qilsizlagansiz ham. Qadamlar qisqaradi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun nima qilaman? Har kuni soat kechki 9 ga bo'lgan ma'ruza qo'yganman. Ishoning, gapiradigan narsam faqat odob, axloq, etika. Yoshdan katta odamlar, yoshi 50-60 yoshli odamlar. Ishoning, yoshda juda ham kam borardi. O'sha men o'tgan yil davomida bizda kamroq edi, endi bilmayman. O'shanaqa edi. Shuning uchun bu gapdan nima demoqchiman? Iloji boricha tushunib, anglab, mayli tushunmagan taqdirda ham
odam tilini tushunadigan bir anaqa saviyali kishilar borsa men juda ham xursand bo'laman. Endi odam nima deydi? Men boshqa bo'lsa ham u yerga borgandan keyin qayerga ketayotganini biladi-ku. Qayerga endi men boshib hayron bo'laman. Men yangilik men o'ylardim, hech bo'lmasa mana shu plus ablah shu yoqqa borsa sal to'g'ri bo'lib qolsa kerak deb o'ylardim. Men qo'rqib O'zbekistonga qaytsa ham emas, hech bo'lmasa o'sha 12 kunmi? 12 kun davomida jim atrof muhit boshqacha bo'ladi-yu. Menga shok bo'lyapti. O'sha men nimaga nazarlaringizni qarang, o'shanga shok bo'lmanglar. Ataylab men islom diniga sizlar nazarlaringizni salbiylatmay, odamga hayron qolinglar iloji bo'lsa. O'sha bu yerda gap odamlarga emas, gap odamlarda gap. O'sha masalan ichida boyagi aytgan narsalaringiz menga tasalli berdi. Ha, bu odam o'sha shifo uchun kelibdi, o'sha axloqini tuzatish uchun deymanda, ha bo'pti, mayli deb indamay qo'yaman. Maksimum tinch bo'laman, o'sha oxiriga qarab ishlab, o'sha yig'ilib kelaveradi. Mashqa o'sha shaqillab keyin mana bo'lib qoladi, bo'lib qoldi. Keyin bolalar, yoshlar keladi. Endi Xudo ko'rsatmasin, o'sha kasalmi bilmayman, men unaqa ko'rmaganman. Anaqa nimagadir lomkasi tutib qoladi. Nimaga unaqa lomka tutadi bilmayman. Kechasi masalan 12:01 da amallab gostinitsaga kelib, xonamga kirib uxlayman. 4-5 gacha bomdodgacha amallab uxlab olaman. Uch turib namozimni o'qib, qolganlarni uyg'otaman bomdodga. Ishkimni taqillab kelishadi, kimdir kasal, kimdir boshqa, u yoq bu yoq og'riydi. Dorilar men xonamda turadi, dori beraman boshqa. Bittasi chaqirib keldi, yuring xonadoshim yomon bo'lyapti. Keyin bordim, eshikni taqillatdim. Mushukasiga turibdi o'zi ham. Yosh bola. Keyin qiziqib so'radi, nechchi desa 25 yoshman dedi. O'zim tengi bor ekan. Mushuk qilib qaltirab yotdi. Nima bo'ldi, tinchmi? Temperaturam bor, boshqa dedi. Dori berdi, medsestra bordi, ukol qildi va hokazo. Yana orada yana mana qaltirab yotdi-da. Nimadir xohlayapti-yo, nimadandir nevrichskiy biron nima bo'lyapti-da. Keyin kim bilan kelgansiz? Oyim bilan. Qayerda narigi xonada oz chiqib, nimaga oyimni chaqirishingiz kerak? Oyimni menga qarashga долженmi yo? Medsestrani chaqiring boshqa. Yo'q, lekin qaysidir meni to'g'ri aytayapti. Medsestrani chaqirib o'zlarimiz e'tibor gapirish toni. Gapirish toni menga biroz boshqacha keldi-da. Keyin qaradik, boshqa qildik. Keyin bilsam u chekadigan bola ekanda aslida. Narkoman. Endi keyin oyisimi kimdir aytdi, shifo uchun, anaqa uchun olib bordim bolamni dedi. Ya'ni nima demoqchiman, shunaqa shifo talabida boradiganlar ham bor. Lekin bu parda orqasida o'sha joyda qolib ketadi. Bu bir. Ikkinchidan, mana shunaqa noz chekadim, boshqa qiladim, undan ham battarlar bor. Ishoning. Shuning uchun men gap og'irda mana bu joyimdagi narsani yo'qotyapman degani, ishoning. 15 yildan beri diniy anaqalarni o'qib kelayotgan odamga juda ham og'ir narsa. Yo'q, rostdan ham, chunki siz masalan o'rganasizda, haqiqiy o'sha boricha, masalan, u yerda birovni ko'ngliga zarar yetmaslik, agressiv bo'lmaslik, odam bilan muloqot qilish, ya'ni qaysidir ma'noda diplomatiya, qanaqadir даже kelishmovchilik holatlarida ham degan narsalarni o'qiysiz, o'rganasizda. Bu yerda shunday chiqsangiz, sizga o'xshab ular ham deylik, masalan, din haqida gapiradi, o'sha Xudo nomidan gapiradi, payg'ambarni qanaqadir gaplarni aytadi, hadislarni aytadi, lekin qo'pol, agressiv, so'kib, siz sal nima qilib qolsangiz ham qo'pol narsa gapiraveradi. Ketma-ket shunday odamlarga kelaversangiz, turib qolasizda, yo men to'g'ri yashayapman deb o'ylab qolasizda. O'shanda men bu yomon situatsiyada, bu qarab qolib, massa sizga qarshi bo'lib qolsa, psixika ketib qoladi. Psixika ketib qoladi-da. Endi undan ham yomon bir paradoks deyiladimi? Men aniq qilib qoladigan joyi javobi yo'nalishda. O'shanaqa muammoli kishilar keladi, gruppalar haligacha borda. Endi o'sha gruppa yozilgan falon sanadagi faloncha guruh, falon. O'sha 1 yil davomida deyarli 1000 ga yaqin odamni umra qildirdim, deyarli. Keyin o'shalar uyiga qaytadi, gruppaga videolarni tashlaydi. Uyga kelgani, o'sha kutib olingani, gilam tashlagani balobatda. Unga chunki o'zim ham yozaman-da, qamaylar deb ketmaslardan bir kun oldin aytaman. Hojilarning vatanga qaytgandagi odoblari deb o'taman. Qolganlar endi tur firmalarda nima bo'ladi uni bilmayman, lekin men o'taman. Borganda
hech kimga yomon gapirmaysiz, chekmaysiz, ichmaysiz, namoz ibodatda bardavom bo'lasiz, iloji boricha yaxshi gapni gapirasiz, birovga namoz o'qishga majburlab qo'ymang, har kimning iymonida deb o'sha masalan tushuntiraman. Borishadi, videolar tashaladi. Eng bilasizmi, o'sha muammoli kishilar uyiga borib Qur'onni shundoq qiroat qilib o'tirishadi endi. 50 yillik qori deb o'tirishadi-da. Kim yomon gumon iymondan ayiradi deganda, mayli, samolyotda iymoni anaqa qilibdi deb Samolyotda. Qancha siz oxirigacha umid qilar ekansiz, lekin maksimum, chunki boshqa ilojim yo'qda, uni ham yomon ko'rgim kelmayapti. Dinga ham anaqa qilgim kelmayapti. kelib ketyapti-da u ham. Aynan. Уже shundan уже anaqa bo'lib ketadi. Bu yerda rostdan ham menimcha din haqida gaplashilayotgan gap yo'q. Imенно bu keysda gapda bu yerda odamlar bugun emas. O'zimizni gaplashamiz. Odamlarni o'zini. Odamlarni просто ko'ruvchilar noto'g'ri tushunmasligi kerak, что biz qanaqadir biz podkastni boshlaganimizdan beri biz dinni muhokama qilayotganimiz umuman rostdan g'alati-da. Bu o'zi siz hozir siz aytyapsiz, men aytyapman, zotan mana hojilar o'zi umraga borganlar biladi, gruppasida qanaqa odamlar ko'rgan. Bilishadi. Xalq bormaganlar balkim bilmas, lekin ko'rishadi. Endi men bir qiziqarli anaqani aytib beraman sizga. Biza boshda endi 50 boshlikni boshlaganimda shunaqa bir anaqa borda, hadis bor, kimki Ka'bani 70 marta tavof qilsa, onada yangi tug'ilgandek gunohlari kechiriladi degan anaqa bor. Men eshitgandayman mana shu gap. Juda ko'p aytiladi, shu umraga borganlar 70 marta tavof qilish degani 350 necha marta aylanish deganida bu. Yo'g'i. 70 martani 7 ga ko'paytirganda bitta tavof 7 ta aylanish bo'ladi-da. Shunda 70 ta tavof degani 7 ta aylanishda ana 350 necha chiqadi xullas. Shu hojilarga aytdik, mana shunaqa bo'ladi dedik. Ixtiyoriy dedik. Masalan 14 kunmi 11 kun bo'lsanglar 70 ta o'shanga bo'lib yuboringlar-da. O'shani me'yorda borib kelinglar. Lekin oyoqlaringiz qonab, chirib, unaqa bo'lib kelmanglar. Ilojlaringiz bo'lsa qilinglar, bo'lmasa oddiy bir tavof bilan kelinglar deymiz. Keyin bir hoji ketdi. Har kun davomida oz yeydi, ketadi, tavof qiladi, keladi, aytadi. Boburjon, men bugun 10 ta qildim. Boburjon, men bugun 8 ta qildim. Boburjon, men 7 ta qildim. Keyin o'sha joyda bitta konkurs qilyapmiz. Keyin mana shu 10-11 kun davomida Qur'on xatm o'qib tugata oladi. Arab tili biladiganchilik ichida-da. Keyin chiqishdi. Men o'qiyapman. Ana hojini o'sha yaxshi ko'rib qoldim, chunki har kun 10 ta 8 ta hamma ham qilmaydi-da. Vaqt ko'p ketadi, o'sha bomdodda ketsa, o'sha asrga kelish kerak, 8 ta tavof uchun. Qilish bo'ladi-yu, qiyin bo'lib qoladi bu degani. Buni ancha sabr ham kerak-da. Sabr kerak. Endi buni qarang. Boyagi hoji juda ham zo'r, og'ir, bosiq, ozgina ovqat yeydi, jimgina indamasdan chiqib ketadi. Yana namozdan keyin siz ko'rinmayapsiz, nima qilyapsiz o'zi? Boburjon, nima ishim bor? Ibodatga keldim, nima qilay? Telefoningiz ham yo'q ekan. Bir yo'qolib qolsangiz xabarlashamiz. Boburjon, men telefonda rasmga tushish uchun emas, ibodat uchun kelgan odamman dedi bechara. Keyin shu bilan tavofini qilib yurdi. Oxirida u 50 ta anaqani tavofni, 50 ta 70 ta o'sha tavofini qilib bo'ldi. Unga biz mukofot o'laroq nimadir berdik. O'sha paytda oktyabr, noyabr oylari edi. Keyin Qur'on xatmini kim tugatdi deganda bitta ayol chiqdi. U ayol ham o'sha ko'rinib yurardi. Doim ham bo'yniga tasbih osib yurardi. Doim gapirganda hammaga endi qarab ma'ruza qilaman-ku, boyagi ayol yuzimga qarashga uyalib mamnun qilib o'tirardi-da, uyalganidan. Voy, qanaqangi bir anaqa odob, o'sha xulq shu daraja yuqqan ayol ekan deb ixlos qildim. Bitta bunga, bitta anu kishiga. Oxirida ma'lum bo'ldiki, u ikkalasi xotin ekan. Voy, bilmagansiz o'sha paytgacha. Men bilmagan, endi ikkalasi bir-biriga yaqinlashmagan. Keyin qarasam, bittasi ikkalasi qo'rqib ushab turibdi. Voy dedim, keyin rahbarim so'rasam, xotin bo'ladi. Voy, sizlar shu kungacha xotinliklaringizni bilmabman deganda ikkalasi ham. Ular haqiqiy ziyoratga borgan. Biz ibodat uchun keldik, Boburjon dedilar. Shu darajalik anaqa qildim, shu darajalik yaxshi ko'rib ketdim. Vot mana shu kishilarda men haqiqiy dindorlikni ko'raman. Masalan, hech kimga ozor yetmaydi, hech kimga ortiq agressiv qilmaydi. Hech kimga ziyon yetmaydi, hech kimga ozor yetmaydi. Uni masalan ularning dindorligi yoki o'sha ibodat uchun borgani rostdan hamda. Shuning uchun umraga borayotganlar ham
Bu umraga borish aslida juda ham yaxshi. Borsin yiliga 1 marta, 1000 marta yashasin o'sha joyda. Bemalol hech kim ularga taqiq boshqa anaqa qilmaydi, lekin tushunib, anglab, bilasizmi? Mana shu oldinlar payg'ambarimiz davrida, undan keyingi davrda Ka'ba shunchaki poydevordan iborat bo'lgan, keyinchalik atrofi masjid qilib o'rab olingan. O'sha tendensiya ya'ni hozirgacha odam ko'p, o'sha talpa boshdan 1000 edi, 2000 bo'ldi, 10 ming, 100 ming, 1 million, hozir bitta Ka'bani atrofiga 15 million odam sig'adi bemalol. 15 million odam bir varakaga aylansa bo'ladi Ka'bani. Bittada. Chunki etaj bo'lib ketganda 4 ta etaj bo'lgan, pastda yana bitta etaji bor. Shuni hisobiga. Endi buni qarang. Eng katta xato borganda bilmay borsangiz shunaqa Ka'ba bo'yag aylanib yurib, qora kisvaga aldanib, tillasiga aldanib, mehrobiga, minoraga aylanib yuraverasizda, qarab qolasiz. To'g'ri, bu estetika, bu juda ham go'zal, lekin u matoh, u temir, u shunchaki san'at, u material. Shuning uchun odamlar borganda nima qiladi? Alloh shuni ichidami deydi. Yo'q, siz xato tushundingiz deyman. Diqqatingizni umraga qarating. Gap bu yerda Ka'bani to'xtay. Qimni hisob beradi odamlar. Bor shuna. Endi bilmaydi-da, tushunmaydi, o'qimagan, o'shaqa toifadagi kishilar bor-da. Ya'ni Ka'ba degan Allohning uyi degandan keyin o'sha narsaga o'sha hayot boradi-da. Ha, o'shani ichida yashasa kerak deb o'ylaydi. Ha, sodda odamlar hamda sodda odamlarda endi qarang, nima gap bu yerda qayerda? Siz ibodatingizni qiling deyman. Boshqa ko'pchilikda shu nimaga rasmga tushadi u? Chiroyli bo'lgani uchun, to'g'rimi? Aynan chiroyga aldanmaslik kerak. Nimaga deysizmi? O'zi 7 marta aylanish nimaga kerak? Masalan, mantiqanda o'ylab qaralganda, nimaga aylanish kerak? Nimaga Safo bilan Marvani 7 marta? Gap bu yerda 7 martada yoki aylanish yoki Safo bilan Marvada yurish, boshqa narsada emas. Gap Alloh taolo, ya'ni o'sha uning Robbisini unga buyurgan amali. Gap buyruqda. Alloh taolo shu narsani qil dedi, qilyapti, bo'ldi, boshqa narsa emas. Odam o'sha borayotgan, umraga borayotgan kishi o'sha amalni qilishligi kerak. Aldanib, bu joy go'zal ekan deb unaqa aldanmasligi kerak. Oldin yo'q edi u joylar, masalan. Ka'ba poydevordan iborat edi. Nimaga kelib ketdilar? Alloh taolo o'shani buyurganligi uchun. U buyurganligini qayerdan biladi? O'qisa, anglasa biladi. O'qimagan, anglamagan bo'lsa, bu tilla suv yuritilgan ekan, bu naqsh chiroyli ekan deb yuraveradi. Vot, ya'ni ko'rinishga, shablonga aldanib qolmaslik kerak. Har qanday narsada, ibodatda ham, ibodatni chiroyli ko'radiganlar bor. Gap u chiroyliligida emas. Gap Alloh taolo o'sha narsani buyurganligida. Masalan, ota-onamiz, ustozimiz ba'zida o'zimizga yoqmaydigan ishlarni buyuradi. Yoqmaydi, basharligimiz kelmay turadi. Masalan-da endi o'zlarimizga bir to'g'ri kelmaydigan biror narsa aytadi. Men ish qildim, o'zimizga yoqmaydi. Vaholanki o'sha gapirayotgan yoki bizga tavsiya qilayotgan ishini ichida bizga foydali bo'lgan narsalar bo'ladi. Masalan, bolalikda injiqligimiz tutadi, shirinlik yema deydi masalan. Yegimiz keladi, shu chiroyli ko'rinadi, lekin aslida bu bizning zararimizga bo'ladi. Vot, aldanib qolmaslik kerak. Alloh taolo uni buyurdi, o'sha buyruqqa qarab harakat qilish kerak, bo'ldi. U bizga qanaqa kayfiyatda, chiroylimi, yo'qmi, boshqami, nimaga ihrom, u gap u mantiqdan, u narsada emas. Mantiq Alloh taoloning buyrug'ida va o'shanga itoatda bo'ldi. U yana yangilanadi hali. 2025 da yangi rekonstruksiyasi tugatildi. Keyingi bosqichga endi o'tiradi 2030 gacha deyilyapti endi yana. Balki 2030 gacha unda yanada chiroyli bo'ladi. Plus dunyodagi eng baland soat ham o'sha joyda. Ka'baning ustida tepasida turibdi. Ko'pchilik shu o'sha soatga qarab rasmga tushadi masalan. Nimasi bor u soat? Nima? U soat ilohiymi? Hech nima yo'q. Anu ham obro' ekan. O'sha gasnitsa bo'lsa, o'sha yerda yashasham. Hazil sifat narsa eshitganman-da, bitta odam shu hajga borib endi hali u yoqqa borishga ulgurmagan, Ka'baning oldiga mehmonxonada turib namoz o'qish kerak bo'ladi-da. Namoz o'qiydi-da, quyosh botayotgan tomonga qarab namoz o'qimoqchi bo'ladi-da. Ka'ba bu yoqda turibdi o'zi. Quyosh tomonga qaramagan bo'lishi mumkin, mehmonxona bu tomonda bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'ladi-da. Quyosh botayotgan tomonga bundoq qarab, o'sha qarab o'qiyapti. Ha, nima qilyapsiz-a? Ha, shu qiblaga qarab o'qiyapman. Mana-ku qibla. Ka'ba yonida turibdi. Mana-ku bu tomondagi qibla desa, yo'q, mana bu quyosh botadigan bu tomondagi deb nariga qarab namoz o'qiydi. Chiqadi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yoqqa qarab o'qiydi. Shuning uchun u oddiy Makkada, masalan, Madinaga boradilar, payg'ambarimizning yoniga boradilar. Ishonasizmi? Yoniga borganda endi nima aytaman, salom berishinglar kerak payg'ambarimizga, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar,
vafotimdan keyin kim menga salom bersa alik olaman degan. Ya'ni bu degani alik ol degani u как бы tirik statusda bo'ladi. Va ba'zi anaqa rivoyatlarda keladi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hujralarining yonida ikkita farishta bo'ladi. Kim payg'ambarimizga salom bersa, farishtalar kirib salomni yetkazadilar payg'ambarimizga. Bu degani как будто bir tirik odamga misol salom berib, o'sha suhbatdek narsada to'g'ri, unaqa qiyoslasa to'g'ri kelmas. Aslida shunaqada diniy matnlarda keladi. Keyin aytaman, shunaqa salom berasizlar desam, hattoki salom berishni bilmaydiganlar ham bo'ladi. Qanday salom beraman? Qanaqa salom beriladi deydi. Siz qanaqa salom berasiz boshqalarga deyman. Kechari. Odatda. Ya'ni erkalab salom berasiz payg'ambarimizga, go'zal ravishda, hech kimga unaqa salom bermagandek salom berasiz deb. Keyin endi mayli bilmaganning hech qisi yo'q. Men buni shunchaki bilim anaqa nuqtai nazardan aytyapman. Shuni bilsin deyapman, o'qisin deyapman. Chunki nima o'sha faqat aytganingizdek bolalarda, yoshlarda emasda, kattalarimizda ham kuzatilyapti. O'sha umra masalalarida kitob o'qishligimiz kamayib ketyapti. Haqiqiy fundamental kitoblar nimaga masalan o'sha ijtimoiy tarmoq, boshqa radikal, soxta salafiymi, soxta sufiymi kim bo'lsa ham o'sha narsa ko'payapti. Islomshunoslik, mana ichidagi Qur'on, hadis, fiqh, aqoid, qayerda bo'lsangiz ham o'sha so'zlarni eshitasiz. Namoz amali bunaqa, aqidada bunaqa. Lekin hech tasavvuf degan so'zni eshitdingizmi bu yaqin arada? Yo'q, unaqa narsa bizda masalan tendensiyasi kamroq bor, lekin boshqacha bir ko'rinishda vujudga kelyapti hozirgi kunda bizda nimagadir. Tasavvuf degani nima degani? Tasavvuf degani bu mo'min musulmon kishini odobini, axloqini go'zal qiladigan, Alloh taolo bilan munosabatini barqaror qilib beradigan va u kishi bilan atrofidagi kishilarning muomalasini, aynan muomalasini va qalbini tartibga soladigan fan sohasi islom ilmlari ichida. Ya'ni sizni qalbingiz qanaqa bo'lishligi kerak? Birov haqidagi qarashingiz, gumoningiz, masalan, kibrni qanday so'ndirish kerak? Alloh taologa bo'lgan taqvo, ya'ni qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan har qanday hissiyotni boshqarishni o'rgatadi. Bu как psixologik modelga o'xshar ekan. Xuddi shunday. Shuning uchun ham men hayron qolaman, hozir ko'pincha dindor odamlarga, musulmon dindor odamlarga boshqacha psixologiyani singdirayotganlarga, Injildan olib, Bibliyadan olib psixologiya singdirayotganlarga hayron qolaman. Bir anaqada. Ya'ni men bu bilan nima demoqchiman? Bu tasavvufda o'sha kamchiligimiz nimada? Tasavvuf o'qimayapmiz. Alisher Navoiyda bor tasavvuf, Mavlona Jaloliddin Rumiyda bor, Hoji Ahmad Yassaviyda, Najmiddin Kubro, Fariduddin Attorlarda o'qimayapmiz. Uni ko'pchilik ularning darajasigacha borish kerak-da. Bitta narsada men tarixdan bo'lib kelganki, omma bo'lib kelgan. Omma deganda faqat masalan o'qimagan yoki qanaqadir ahmoq odam nazarda tutilayotgani yo'q. Prosta ma'lum bir sohani biladi, qolgan hech narsani bilmaydi. O'zi qilayotgan ishdan masalan, kulolchilikni qiladi, boshqa hech narsani o'rganmaydi. To'g'rimi? Mana shunaqa ommalar har xil sohani biladigan, faqat o'zining sohasini biladigan insonlarni yig'maydi. Omma, to'g'rimi? Ular doim tarix yoki diniy kitoblarni chuqurlashtirgan holatda o'rganmagan. to'g'ri. Va masala shundaki, ularda Instagram ham bo'lmagan. Ular ma'lum bir joyga borgan bu narsani biladigan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, qancha targ'ibot qilmang, siz hozir aytayotgan kitoblarni o'qishga, boshqa narsa o'qishga, o'rganishga baribir omma u narsani o'qimaydi. Bu juda g'alati jamiyat bo'ladi. Buni imkoni yo'q. Agar buni imkoni bo'lganda bu nima desam sizga, ideal ko'rinish. Ha, Ideal jamiyat bo'ladi. Idealizm bu. Ya'ni buni iloji yo'q. to'g'ri. Instagram zamonida boboyga aytganimizdek, bu yerda faqat counter argumentlar ishlash mumkin. Ya'ni o'sha narsani sizga o'xshagan odamlar chiqib o'sha kitoblardagi narsani, mana bunaqa kitob bor, o'qinglar deb bo'pti, xayr emas. Kitobdagi narsani olib chiqib, bu yerda ko'p narsa, ko'proq yordam beradi. Nima? Siz masalan internetga kirdingiz, ko'rdingiz, bitta qanaqadir o'zicha o'zini mulla deb e'lon qilgan narsa odam qanaqadir hadis qo'yib, nimadirlar deb tashlayapti. Umuman boshqa yo'nalishga olib ketib qolyapti gapni. Chiqish kerak edi, men bunaqa video ko'rib qoldim. Dinshunos reaksiyasi.
Endi qaranglar, mana bu kitobda bunaqa deyilgan, bu kitobda bunaqa deyilgan, bu kitobda bunaqa deyilgan. Odam shaxsiyatiga o'tmasdan. Odam shaxsiyatiga o'tmasdan, ya'ni aytmoqchi bo'lganim qarangda, gap tendensiyada-ku. Masalan, men tug'ildim, 12 yoshman, Instagramni ochdim, men endi o'zimni shakllantiryapman. O'zbek millati vakili va islom dini vakili musulmon sifatida endi shakllantiryapman men. 11-12 yoshda, to'g'rimi? Deylik, более-менее. Bolalikdan bor menda, lekin 11-12 yoshda qanaqadir o'ylash, fikrlashni boshlayman va menda endi Telegram va Instagram bor. Men u yerda o'zimga o'xshaganlarni o'zini tutishini ko'ra olaman. Bu yerda yana o'sha gapda ommadan vakili bo'lsam, men aynan shu soha bo'yicha ketmagan bo'lsam, omma vakili bo'lsam, men ham ularga o'xshab o'zimni tutishni boshlayman. Menga boshqacha bo'lish mumkinligini ko'rsatishmasa agar. To'g'ri. Ya'ni Instagramdagi bu narsalar o'zini massasi bilan, kolичество bilan, soni bilan yuvib ketyapti. Hammasini. Qachonki sizga o'xshagan odamlar ko'proq kontent qilishni boshlar ekan, bu haqida ko'proq gapirilar ekan, men bu qilingan noto'g'ri ishlar olib chiqib qaranglar, odamlar bu noto'g'ri deyilar ekan va bunaqa kontentlar hajab uni bir qismini egallar ekan, odamlar buni ko'rishni boshlaydi. Ну, to'g'ri, gapingiz yo'q, lekin по крайней мере bizda variant bor. Yo'q, variant bor, variant bor. O'sha endi balkim bu narsalar ham bo'lar, o'sha siz aytgan tavsiya boshqalar ham bo'lar, lekin men buni chora sifatida ko'raman. Chunki siz aytayotgan boyagi psixologik model, men o'ylayman, rostdan ham unaqa ko'p gapirilmaydi bu haqida. Rostdan ham gapirilmaydi. Biz faqat islom deganda nima, odamlar juda yuzak, rostdan namoz o'qi, hajga bor, fizik, jismoniy, jumaga chiq, qo'liga nimasini ko'tarib oladi, joy namozini ko'taradi, ketdi, men bo'ldi, dindo'rman. O'sha bu buyog'iga o'tmaganini bildiradi-da, hali shu o'tmagan, hammazda fizikda nima, menimcha bu haqida ko'proq gapirish kerak. Shuning uchun ham men o'ylayman, hozir og'ir bosiqlik yo'qda, odamlarda og'ir bosiqlik. Og'ir bosiqlik, keyin hozir bizada diniy ta'limda, masalan, madrasada, oliy diniy ta'limda kishilar o'qiyapti, tolibi ilmlar o'qiyapti va hokazo. Ular ishlaydigan joyi masjid, diniy ta'lim muassasalari yoki o'sha diniy soha bo'ladi-da. Diniy soha bu nima? Atrof faqat shu konglomerat. Bizaga, meni nazarimda, yana bitta soha o'sha dinshunoslik bo'yicha yana mutaxassislar babi yetishmayapti. Xo'p, chiqyapti, lekin ommaga yetishmayapti deb o'ylayman. Hamma narsaga obyektiv, bir tarafda yana bitta toifa o'tiribdi, bir tarafda yana bitta, hammasiga obyektiv, hammasiga og'ir bosiqlik bilan javob beradigan, hammasini joyiga qo'yib bir tahlil qiladigan anaqalar yetishmayapti. Chunki rostdan ham dinshunoslarni masalan xohlagan radikal olib kelib qo'yingda, mana shu o'tirib qo'ysangiz, siz bilan 2 soat gaplashsa, buni qarash bari o'zgaradi. 2 soat qamab qo'ying, 2 soat, 3 soat keta olmaydigan qilib. Chunki Qur'on bo'yichami, boshqa narsa bo'yichami gapirsa tushunasizda. Shu. Ya'ni avtoritetlarni qabul qiladimi ular? Demak, dinshunoslar chiqib ko'proq gapirish kerak ularga. Ya'ni radikalizmga olib boruvchi yo'ldan qaytaruvchilar dinshunoslar, dinni tushunadigan odamlar bo'la oladi faqat. Aynan shuni ham men o'ylayman, radikallar ham va bo'lmasa o'zi umuman oddiy dindorlar orasida ham haqiqiy sog'lom diniy e'tiqodni shakllantiradigan narsa birinchidan fundamental kitoblar, bu bir. Ikkinchidan o'sha tasavvufiy manbalar mabodo agar o'qiydigan bo'lsa va uchinchidan tarbiya masalasi hech qachon o'zgarmay anaqa trendda qoladigan narsa, har doim aylanadigan va o'sha to'rtinchidan o'sha jamiyatni o'zini umumiy dunyoqarashi, jamiyatni o'zini g'oyasi bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman. Biz vaqtimiz bo'ldi bugunchaga. Lekin biza hali ancha gaplashib o'tirdik. Menimcha yana bizga 1,5 soat kerak edi kamida. Balki imkoningiz bo'lganda yana qachondir o'tiramiz. 1,5 soatdan oshdi, shu yana 1,5 soat kerak edi. O'zi boya ham aytdim, shu 3dan 1,5gacha ulgib borsak ham mana unda ro'yxatni katta gap deb. Bobur aka katta rahmat. Rahmat. Men nima deydi, yaqin orada buncha ko'p informatsiya olmadim o'zimiz odamlar haqida. Hozir buni hazm qilishim kerak ba'zilarini. Uzoqda yozib qoldiringlar, sizlarga qiziqmi? Bobur aka bilan podkast yana bir marta davomi chiqadi. Menimcha aka rozi bo'ladilar. Biz davomini ham olaveramiz. Yana gaplashadigan menimcha juda ko'p narsalarimiz, gaplarimiz bor. Katta rahmat. Katta rahmat. Rahmat aka, kelganingizga. Salomat bo'linglar.